Audio Jungle. Assalamu alaykum hürmetli televizor körgüçüler. Körvatqınlar haftalik mühim haberler programısı. Ben programa riyasetçisi Reyhan Tecelli. Tövende dehqonlar haftalik mühim haberlerimiz bolsun. Uyghur agentligining xabarga qaraganda 10 hukumatsiz tashkilot Xi Jinpingga diniy ziyonkashlikni to'xtatadigan vaqt keldi nomida xat yozdi. Hamda Xitoy Xalq Jumhuriyatini har qaysi dinlarni hurmatlash, diniy erkinlikni qo'g'dashga chaqiramiz nomida murojaat e'lon qildi. Xi Jinping, biz uzundan buyon diniy erkinlikni qo'g'dash uchun tirishib kelayotgan hukumatsiz tashkilot. Diniy erkinlik bo'lsa bir qism xalqaro qonunlarda belgilangan asosiy kishilik huquq. Bu huquqlarning biri 1949-yili e'lon qilingan Dunyo kishilik huquq xitobnomasi 18-moddasi. Shundaqla 1982-yili e'lon qilingan Xitoy Xalq Jumhuriyati asosiy qonuni 36-moddasi. Ve 1994-yili e'lon qilingan o'rtaq prinsip 53-moddasida diniy erkinlik huquqi belgilangan. Xitoy xalqining diniy erkinligi o'zliksiz raqobatga dafsanda qilishga uchirmoqda. Gerçi ma'lum darajadan aytganda Xontianchanga o'xshash yangi davr kollektivlariga nisbatan ularning rahbarlari iqlimga qarshi fikr bildirmaslar, ularning mavjudligiga ruxsat qilindi. Biroq Jiangxi o'lkasidagi xristian murtlari uylaridagi kristalarni chiqib tashlashga majburlanibdi. Butun cho'ng quruqlikdagi yangi mazhab xristian murtlarining yig'ilishi cheklanibdi. Ibodatxonalar chiqib tashlanibdi. Ibodatxonalarga diniy alomatlar butunlay buzib tashlanib, butxonlarga kuzatish apparati majburiy o'rnatilibdi. Saqchilar tuyuqsizlar ibodatxonalarga bostirib kirdi ekan. Uningdan boshqa yangi belgimda oila a'zolari farzandlariga diniy ta'lim berishni cheklanibdi. Müslüman yaşlar mescidga kirishdan cheklanibdi. Masjidlarmi chiqib tashlanibdi. Sharqiy Turkiston ichidagi musulmonlar qayta tarbiyalash lagerlariga qamalganligi to'g'risidagi videolar ko'plab o'tirg'i chiqmoqda. Boshqa rayonlarda xristian yangi mazhab poplari va katolik mazhabiy poplarmi keyni-keynidan tutuklangan, surgun qilingan, qiynalgan va turmaga so'langan. Ularning ba'zilari mangulik g'oyib bo'lgan, ba'zilarining ichki a'zolari tirik turg'izib majburiy sug'urib olingan, hatto ichki a'zosini ilvilish uchun ziyonkashlik qilingan. Dunyoning har qaysi joylaridagi taratqular bu vahshiy ahvollarni uzmasdan xabar qilmoqda. Ba'zi muxbirlar va madaniyat tashabbuschilari odam ishongusiz bu haqiqatlarni oshkorlaganligi uchun qattiq tahdidga uchragan. Masalan, 2018-yili 7-oyning o'ttirida saqchi taraf Zimiston xabar to'rini pechatlash uchun maxsus harakat qo'llanib, Zimiston xabar to'rining ba'zi muxbirlari va material ta'minlovchilariga tahdid silingan. Tarix shuni isbotladiki, diniy zo'ravonlik bilan bostirish cheximi kuchlik, o'rinsiz jamiyat qalaymiqonchiligi, muqimsizlik va to'qinishni keltirib chiqardi. Biz samimiy umid qilamiz va shuni rasmiy talab qilamizki, bu xil ishchi torliq va ziyonkashlik tizdan to'xtatilsin. Xitoy Xalq Jumhuriyati butunlay qonun bilan boshqarilsin va asosiy qonunni amaliylashtirsin. Har bir fuqaro va shaxs erkin holda dinga e'tiqod qilish yoki qilmaslik, erkin holda o'z diniy e'tiqodini tanlash, hech qanday cheklimga yoki qo'shimcha majburiyatga yo'liqmasligi kerak. Har xil xato tushunchalar yo'qotish, Xitoy Xalq Jumhuriyati ichida kamsitish, bir taraflama qarash va zo'ravonlikning ig'irlashib ketishidan saqlanish uchun biz sizga xalqaro kishilik huquq qonuniy belgilamalarining ro'yiga va bu sohadagi eng yaxshi amaliy xizmat natijalariga asosan yetakchil, qo'llanishchan chora, fikr, taklif taqdim qilishni chin ko'nglimizdan xohlaymiz. 2018-yili 10-oyning 9-kuni hurmat bilan Yevropa e'tiqod erkinligi birlashmasi, yangidan gullangan dinlar tadqiqot markazi, tashkilot va shaxs vijdoniy erkinlik uyushmasi, Soteriya xalqaro ma'naviy kishilik huquq, Yevropa diniy erkinlik dinlar aro suhbat munbiri, barliq e'tiqod birlashmasi, Yevropa diniy erkinlik munbiri, chegarasiz kishilik huquqiy organi, xalqaro musofirlar diniy erkinlik kuzatish punkti, xalqaro pul muomala organi Xitoyning yushirin 6 trillion dollar yerlik hukumatlarning qarzi bor deb e'lon qildi. Xalqaro moliya innovat darajaga tuzg'uchi Standart va Poor'ning seshanba kunidagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy yerlik hukumatlari yushirib e'lon qilmagan qarzi necha trillion Amerika dollariga yetib, umumiy hukumat qarzining Xitoy GDP'siga bo'lgan nisbati tashvishlangudek saviyaga kelgan. Markaziy hukumat tasdiqlab, yerlik ul muassasalarga silingan mablag' bilan moliyalashtirishga silingan mablag' orasidagi farq analizchilarning diqqatini tortgan.
Natijada yerlik hukumatlar moliya doklati balans jadvaliga kirgizmay, yoshirgan qarzi e'lon qilgan qarzdan necha hassa ko'p ekanligi o'ttirg'a chiqqan. Kredit analizchisi Lo Gloria, Li Laura va ularning gruppasidagilar tayyorlagan dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy yerlik hukumatlari yoshirgan qarzi taxminan 30-40 trillion yuan atrofida bo'lib, buning Xitoyga keladigan yoshirun kredit xavfining faqat bir qismi ekanligi. O'tgan yildagi umumiy hukumat qarzi Xitoy GDP'sining 60%ni egallaydiganligi o'ttirib qo'yilgan. Har qaysi rayonlardagi iqtisodiy o'sishni g'idiqlash uchun yerlik hukumatlar ul muassasalarga ko'p mablag' selib, buni yerlik hukumat moliya vositasi deb atagan. Analizchilarning aytishicha, selingan mablag' miqdorining tafsiloti aniq emas bo'lib, yoshirun qarzning ko'p qismi mushu xildagi moliya vositasiga selingan mablag'lar ekan. Beijing moliyalashtirishni balans jadvaliga kirgizishga ko'p uringan bo'lsa-mu, hozirgacha cho'ng unumi ko'rilmagan. Kelgusida Xitoy markaziy hukumatı yerlik hukumatlar qaytara olmaydigan qarz miqdori cheklamasini bo'shatishga majbur bo'ladi ekan. Oldingi oyda Xitoydagi 7 moliya vositasining uzun mezgillik SP kredit innovat darajasini tuvallatgan. Ularning ikkisi Beijingning yeniga joylashgan Tianjin shahrida ekan. NTV kanalı Türk medyalardaki sükutni buzdi. Ne çok yalan söyleniyordu yeryüzünde. Sözle, yazıyla, resimle. Sharqiy Turkistonliklar tarixdagi eng zo'r xavf-xatarga duch kelgan 2 yildan buyon dunyo mediasi, bo'libmi G'arb ellarining medialarida Sharqiy Turkistondagi yig'ib olish lagerlari haqida turli xabarlar chiqdi va BDT kishilik huquq komiteti bu haqda sonliq ma'lumotlar bilan kun tartibga olib keldi. 2018 yılı 18 oktyabr günü Doğuş Media Gruppasiga ve NTV kanalida tashqi xabar muharriri Ömer Faruk Şahin hazırlagan ve Ahmet Yeşiltepe sungan programida 10 minutga yaqin Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari haqida xabar qo'yildi. Xabarda Sharqiy Turkistondagi Xitoy zulmining yillardan buyon davom qilayotganligini, ammo o'tgan 2 yildan buyon bu zulmning texnik kuchayganligi, Sharqiy Turkistondagi zulmga nisbatan BDT va xalqaro organlar turli dokladlarni bergan bo'lsa-mu, dunyoning bo'layotgan bu zulmga parvosiz qolganligi, Uyg'urlarning dunyo tarafidan tark etilganligi, jazo lagerlarida 1 milliondan ortiq Sharqiy Turkistonlikning jazolanayotganligini jonliq shohidlarning ko'rinishlari bilan xabarning ichiga kirgizdi. Bu xabar ijtimoiy taraqqilarga tushgandan keyin Sharqiy Turkistonliklarning diqqatini tortdi va keng ko'lamda yayildi. Nurg'unlagan kishi buningdan intayin xushal bo'lganligini, boshqa kanallarning bu haqda xabar ishlashini va Turkiya Cumhuriyeti hukumatining bu sukutdan voz kechib, qon qarindosh Uyg'urlarga ega chiqishining vaqti kelib o'tib ketganlik inkosini berdi. Ba'zi kuzatuvchilar bu xil xabarlarning aslida texmi burun berilishga tegishli ekanligini, bu haqda Turkiya medialarining kech qolganligini bildirdi. NTVning bu xabarining bir boshlang'ich bo'lishini, kishilar Turkiyadagi kanallarning bundan keyin to'g'ri xabar va tarafsizlik prinsipi bo'yicha Sharqiy Turkistonda bo'layotganlarni turk xalqiga bildirishni kutmoqda. Uyg'ur agentligi xabari. Indiana Universitetida Uyg'urlarning lagerlarga qamalishi haqida muhokama o'tkazildi. 2018 yılı 19 oktyabr tushdan keyin Indiana Universiteti O'rta Osiyo tadqiqot markazida Uyg'urlarning lagerlarga qamalishi temasida muhokama yig'ini o'tkazilgan. Mazkur muhokama yig'ini tadqiqotchilarning asosiy vaziyatni universal arqa ko'rinish va ilmiy tushunchalar bilan yoritib berishi, faoliyatchilarning konkret misollar bilan tushuntirishi va bir guvohchining naq maydonda guvohlik berishi bilan muvaffaqiyatli erib berildi. Amerika Uyg'ur birlashmasiga vakolatan Ilshad Hasan so'z qilib, Xitoyning navbatda Uyg'urlarga qarshi ilib berayotgan ziyonkashlikning keng doiralik bo'layotganligini tunishtirdi. Qo'lga ilingan Uyg'ur ziyolilar ko'zga ko'ringan shaxslarni tafsiliy tunishtirdi. Indiana Universitetidan Tim Gross Xitoyning siyosatining o'zgarish orqa ko'rinishi va uning Uyg'urlar rayonida konkret ifodalashini tafsiliy tunishtirdi. Washington Universiteti doktor tadqiqotchisi Uyg'urlarning do'sti Darren Bayler Uyg'urlar duch kelayotgan reallikni o'zi bevosita tadqiq qilgan, tunishgan Uyg'urlar yo'liqqan taqdiri orqali yo'ritib berdi. Rushan Abbas xonim Xitoy siyosatining chet eldagi Uyg'urlarga ko'rsatayotgan ta'sirini tunishtirdi. O'zining hammasi va hadisining yaqinda o'zi sababli tutqun qilinganligini, ularning hech qanday radikallik yoki Xitoy atab kelayotgan jinoyatlar bilan aloqasi yo'qligini misol qilib, Xitoy hukumatining Uyg'ur millatini taltikus yo'qotishni nishon qilganligini ta'sirli mazmunlar bilan bayon qildi. U yana Washingtondan birga kelgan Firqat Javdatni guvohchi sifatida so'zga taklif qildi. Firqat o'z hikoyasini jonliq so'zlab anglag'uvchilarning yuragini azdi. O so'zlayotganda anglag'uvchilar ko'zlariga yosh oldi.
Yığınni Uyghur Akademisi Amerika şöbesi qo'llovchi uyg'urlarning biri bo'lib, Uyg'ur Akademisi faxriy raisi Rishad Abbas, siyosat tadqiqotchisi Uyg'urlarning yaqin do'sti professor Godner Bovidonga Uyg'ur to'pisini taqdim qildi. Faoliyatning ro'yobga chiqishida Indiana universiteti o'qituvchi va o'quvchilari muhim hissa qo'shgan bo'lib, tilshunos tadqiqotchi o'quvchi Mustafa Aqsu faoliyatning o'ngishli ilib berilishida kuch chiqardi. Muhokama yig'iniga Indiana universitetidagi mazkur temaga qiziqadigan kishilar, Indiana atrofida turadigan Uyg'ur ommasi, Washington alohida rayonidan kelgan mehmonlar bo'lib, taxminan 100 ga yaqin kishi qatnashdi. Saudiya Arabiston yo'qolib ketgan jurnalist Jamal Qashqchining o'lganligini e'tirof qildi. Saudiya Arabiston hukumati 2 oktyabr kuni Istanbul bosh konsulxonasiga kirgandan keyin iz-deraksiz yo'qolib ketgan Saudiya Arabistonlik jurnalist Jamal Qashqchining konsulxona binosida yuz bergan patparaqchilik natijasida o'lganligini e'tirof qildi. Türkiye Ovozi radiosi xabarining deyishicha, Saudiya Arabistonning SPA xabar agentligi Arabistonning rasmiy haqda e'lon qilgan xabarda Saudiya Arabiston bosh taftish mahkamasi tomonidan elib berilayotgan tekshirish natijasida Jamal Qashqchining Saudiya Arabistonning Istanbulda turishliq bosh konsulxonasiga kirganligi, ondan uning bu yerdagi boshqa Saudiya Arabiston fuqarolari bilan talash-tartish qilishga boshlaganligi, talash-tartishning patparaqchiligi aylanib ketganligi. Buning natijasida Jamal Qashqchining hayotidan ayrilganligi eskartildi. Saudiya Arabiston bosh taftish mahkamasining voqeani davomli tekshirayotganligi, voqeaga chetishliqi borligi bilan ayblanib 18 Saudiya Arabiston fuqarosining qo'lga ilinganligi qayd qilindi. Shuning bilan bir vaqtda jurnalist Jamal Qashqchining o'lib ketishiga sabab bo'lgan barliq javobgarlardan hisob ilinganligi va adolatga topshirilganligi, darvaqa bosh taftish mahkamasining qo'lga tushirgan barliq dalil isbotlarni o'rtoqlashayotganligi, javobgarlarni sudga topshirishga tayinlanayotganligi ta'kidlandi. Yana bir tarafdan Saudiya Arabiston Turkiyaning Cumhur Rais Rajab Tayyip Erdo'g'an hukumati yetakchiligida Jamal Qashqchi voqeasini tekshirish jarayonida zich hamkorlashganligidan intayin xursand ekanligini bildirdi. Riyad Türkiye doiralarining gumonli kishilar to'g'riliq o'rtoqlashgan ma'lumotlarning Jamal Qashqchi voqeasining aniqlab chiqilishida muhim rol o'ynaydiganligini uqtirdi. Bundan boshqa yana Saudiya Arabiston xonsariyi bu haqda qarornoma e'lon qilib, Saudiya Arabiston axborot ishlari bosh organining direktor yordamchisi Ahmad Asirni o'z ichiga olgan yuqori darajalik 5 kishini vazifasidan elib tashladi. Saudiya Arabiston axborot ishlari bosh organini qaytadan tashkillash uchun taxt varisi shahzoda Muhammad bin Salman boshchiligida ministerlik komiteti qurilishi qarorlashtirildi. İstanbul'daki yangi aydurumdan Bakuga aeroplan bileti setilishga boshladi. Türkiye Hava Yolları şirketining bosh direktori Bilal Ekşi İstanbul'daki yangi aydurumidan Azerbaycanning poytaxti Bakuga aeroplan biletining e'tibor bahada setilishga boshlaganligini aytdi. Türkiye Ovozi radiosi xabari. Ekşi ommaviy o'rtoqlashish to'rbiti Twitter sahifasida bu haqda e'lon qilgan bayonotida 29 oktyabr kuni ochiladigan İstanbul'daki yangi aydurumdan Azerbaycanning poytaxti Bakuga aeroplan biletining e'tibor bahada setilishga boshlaganligini ta'kidlab mundoq dedi. Azerbaycanning poytaxti Bakuga İstanbul'daki yangi aydurumimizdan aeroplan bileti e'tibor bahada yanfon va internetdan setilishga boshladi. Hava qatnashini aldı bilan Azerbaycan bilan Shimoliy Qibris Türk Cumhuriyetidan iborat ikki qarindosh davlatga qarta ishga oshirish bilan boshlaymiz. Yo'lovchilarimizni 31 dekabrgacha yangi aydurumimizdan e'tibor bahada setiladigan biletlarni setilishga va bu haqdagi mulozimatlarimizdan bahramand bo'lishga chaqiramiz. Trump Meksika ko'chmanlar iqiniga taqobil turolmasa chegarani taqayman dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Meksika qonunsiz ko'chmanlar iqiniga taqobil turolmasa, Amerika armiyasini harakatga keltirib, Amerika Qo'shma Shtatlarining Meksika bilan tutishadigan janubiy chegara rayonlarini taqaydiganligini aytdi. Turkiya Ovozi radiosi xabari. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Twitter ommaviy sahifasida bu haqda o'rtoqlashish to'rbekit e'lon qilgan bayonotida Amerikaning janubiy chegara rayonlaridagi qonunsiz ko'chmanlar iqini masalasining javobkorining Demokratlar partiyasi bilan Meksika hukumati ekanligini ilgari surib mundoq dedi. Ochiq chegara va ta'sir kuchi bo'lmagan qonunlarni qo'llayotgan Demokratlar partiyasi boshlamchiligidagi davlatimizga kelayotgan qonunsiz ko'chmanlar iqiniga qarab turishdan boshqa amalim yo'q. Davlatimizga kelayotgan qonunsiz ko'chmanlarning bo'libmi tegi Gvatemala, Honduraslik va Salvadorlik kishilardan tashkil topadi. Meksikadan Amerika Qo'shma Shtatlariga kelayotgan qonunsiz ko'chmanlar masalasi Donald Trumpning 2016-yilgi prezident saylimi safarbarlik harakatlari jarayonidami muhim kun tartib moddalaridan biriga aylangan edi.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump oxirgi qatim avgust oyida bu haqda e'lon qilgan bayonotida Meksika chegarasini taqash uchun sepil so'qish qurilishi allaqachon boshlandi degan edi. Afg'onistonda parlament saylimi o'tkazilmoqda. Afg'oniston xalqi parlament saylamlari uchun bilet tashlashga boshladi. Türkiye Avaz Radyosu xabari. Saylovchilar ettigandan boshlab saylam markazlariga berib, Milliy Majlisda o'zlariga vakillik qiladigan parlament a'zolarini saylab chiqish uchun bilet tashlamoqda. 8 milyon 800 ming saylovchisi bor Afg'onistonda 2558 parlament a'zosi nomzodi raqobatlashmoqda. Yana bir tarafdan davlatda Talibanning tahdidlariga qarshi bexatarlik tadbirlari qattiq kuchaytirildi. Yevropa rahbarlarining Angliyaning chekinishiga ijobiy qarag'anligi bildirildi. Yevropa İttifaqı Kengashining boshlig'i Donald Tusk Yevropa İttifaqıga a'zo 27 davlatning Angliyaning ittifoqdan chekinish muzokaralariga ijobiy qarashga qaror qilganliklarini aytdi. Yevropa İttifaqı Kengashining boshlig'i Donald Tusk Belgiya poytaxti Brusselda 2 kun davomlashgan Yevropa İttifaqı rahbarlar yig'inini oxirlashtirib, Yevropa İttifaqı komitetining boshlig'i Jean-Claude Juncker bilan birlikda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Uning Angliya bilan Yevropa İttifaqı o'rtasidagi ko'rishishlarda masalalarni hal qilishga va kelishim tuzishga yaqin ekanliklarini bildirib, Angliya bosh vaziri Theresa Mayning chekinish muzokaralari haqida qilgan so'zlarini anglagandan keyin Yevropa Ittifoqiga a'zo 27 davlat muzokaralarni ijobiy jihatdan davom qilishni qaror qildik dedi. U Yevropa Ittifoqi komitetining chekinishdagi bosh muzokarachisi Michel Barnierning uchrashishlarda yetarli darajada ilgarilashni qo'lga keltirilganligi bildirilgan ahvolda yangi rahbarlar yig'ini o'tkazishga tayyor ekanliklarini ta'kidladi. U yana biroq hozir chekinish muzokaralarida yetarli ilgirlash hosil qila olmadik dedi. Yig'inda Angliya a'zolikdan chekingandan keyin o'tkinchi bosqichning uzartilishi masalasining muzokara qilinmaganligini eskartgan Tusk, London hukumati talab qilgan ahvol ostida rahbarlarning masalaga ijobiy qarashi mumkinligini bildirdi. U Yevropa Ittifoqi rahbarlarining qalaymagan ko'chni to'xtatish masalasida qat'iy qarorga ega ekanligini, bu doirada bo'libmi G'arbiy Oq dengizga diqqatini markazlashtirganliklarini va Marokash bilan zich hamkorlashishni qaror qilganliklarini qayd qildi. U Yevropa Ittifoqining ichki xavfsizlikni kuchaytirish masalasidami irodalarining qat'iy ekanligini, ximiyali qurollarni cheklash tashkilotiga qilingan hujumdan keyin qonunsiz siber hujumlarga qarshi kurash uchun yangi tadbirlarning yo'liga qo'yilishi kerakligini ta'kidladi. Bir qism Amerika askarlari Amerikaning 1 yil ichida urushga kiradiganligini o'ylaydi ekan. Amerika askarlari ustida elib berilgan ray sinashda bir qism Amerika askarlarining Amerikaning 1 yil ichida urushga kiradiganligini o'ylaydiganligini bildirdi. Amerika askarlarining 46% Amerikaning 1 yil ichida keng ko'lamli urushga kiradiganligini o'ylaydi ekan. Amerika askarlari ustida elib berilgan ray sinashda askarlarning yarmiga yaqinining prezident Donald Trump hokimiyati ostida Amerikaning 1 yil ichida keng ko'lamli urushga kiradiganligiga ishonganligi bildirildi. Bu ray sinashni uyushtirgan harbiy vaqt gazeti 2017-yilmi askarlar ustida ray sinash elib berib, askarlarning 5%ning Amerikaning kichik ko'lamda bo'lsa-mu urushga kiradiganligini xabar qilgan edi. Urush ehtimolining yuqorilab ketishiga Donald Trump hukumatida bargancha eshiyotgan yer shari xarakterlik muqimsizlik, bo'libmi Rossiya bilan Xitoyga o'xshash davlatlar paydo qilgan tahdidlarning sabab bo'lganligi eskartildi. Ray sinash qatnashgan askarlar Amerikaga Rossiya bilan Xitoyning zo'r tahdid shakllantirayotganligini o'ylaydi ekan. Bu masalaga doir tanlash xarakterlik savolga javob bergan askarlarning 71% Rossiyani, 69% Xitoyni tahdid deb qaraydi ekan. Bultur elib berilgan ray sinashda askarlarning 53%ning Rossiyani, 45%ning Xitoyni tahdid deb qaraydiganligi o'ttirg'i chiqqan edi. Ray sinashda harbiy amaldorlarning kuch jihatda Amerikaga yaqin turadigan raqiblarga qarshi urushga tayyor bo'lish lozimligi to'g'risida to'xtamay bayonot berishning askarlarning Amerikaning urushga ishonchining yuqorilab ketishiga sabab bo'lganligi eskartildi. Askarlar yana siber terrorizmni zo'r tahdid deb qaraydi. Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin terrorlik tashkiloti Daeshning Suriyada Fırat daryosining janubida Amerikaliklar bilan Yevropaliklarni asirga olganligini aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiyaning poytaxti Moskvada xalqaro fikr tadqiqot klubida so'zlagan nutqida Suriyadagi terrorlik tashkiloti Daeshning faoliyatlari ustida to'xtalib, Daeshning Amerikaning kontrolligidagi rayonda faoliyat qilayotganligini ta'kidladi. Putin Amerikaning Fırat daryosining janubidagi rayonlarda tegishli vazifasini to'liq o'rindamaganligini, natijada terrorlik tashkiloti Daeshning rayondagi mavjudligining oshqonligini eskartdi.
Putin Fırat deryasının şarkıda Amerika'nın kontrollüqidagi rayonlarda nima bo'layotganligini bilmaydi. U yerdan hozirmi Daesh kuchlari bor. Daesh Fırat deryasi bo'yicha Amerika'nın kontrollüqidagi rayonlarda mavjudligini oshirmoqda. Daesh terrorchilari jami 700 kishini asir oldi va 10 kishi o'ldirildi, dedi. Putin Daesh tarafidan asir ilinganlar orasida Amerikaliklar bilan Yevropaliklarning borligini aytdi. Saudiya Arabiston bölgünçi terrorluq tashkiloti YPG PKK tarafidan Suriyada ishg'ol qilingan rayonda ishlatishi uchun Amerika Qo'shma Shtatlarga 100 million dollar yordam berdi. New York Times gazetining xabar qilishicha, Saudiya Arabistonining Istanbuldagi bosh konsulxonasiga kirgandan keyin yo'qolib ketgan Saudiya Arabistonlik jurnalist Jamal Qoshiqchi voqeasiga qarta noroziliklar sababidan mushaqqatli kunlarni boshdan kechirayotgan Saudiya Arabiston hukumatı 100 million dollarlik yordamni Amerika Qo'shma Shtatlar tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning tunugin Riyadga qilgan ziyorati jarayonida Washington hukumatining hisobiga yetkazdi. Trump hukumati mazkur iqtisodiy yordamni uzundan buyon talab qilib kelayotgan bo'lsa-mu, Pompeo'ning o'qitishi jurnalist Jamal Qoshiqchining 2 oktyabr kuni Istanbuldagi bosh konsulxonasida yo'qolib ketish voqeasiga to'g'ri kelishi diqqat qo'zg'adi. Gazetning xabarida Amerika hukumatidan Suriya siyosatining yo'nalishini belgilayotgan, ammo ismini oshkorlashni xohlamagan bir amaldorning Pompeo'ning ziyoratining Jamal Qoshiqchi voqeasidan keyin ishga oshirilishi hargizmi tasodifiylik emas degan so'zlarni naql keltirdi. Buning asoslanganda Saudiya Arabistonining 100 million dollarni Washington hukumatining hisobotiga yotqizishi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning Riyad ziyoratining munosabatining borligini rad qilgan. Saudiya Arabiston hukumatining bu pulni Washington hukumatiga berish to'g'riliq avgust oyida va'da berganligini aytgan McCormick bu planning kuz oylarida ishga oshirilishining planga kirgizganligini ilgari surgan. Saudiya Arabiston Davlat ishlari vaziri Samir As-Sabhan 2017 yili oktyabrda Amerika Qo'shma Shtatlari doiralari bilan birlikda bo'lginchi terrorlik tashkiloti YPG PKKning ishg'oliyati ostidagi Ayn Isa rayoni va ba'zi yezi qishloqlarni ziyorat qilgan edi. Ziyoratdan keyin Riyad hukumati terrorlik tashkilotiga qarshi zarba berish harakati jarayonida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan YPG PKKning hujumlarida asosiy jihatdan vayron bo'lgan Raqqani qaytadan qurib chiqish uchun 100 million dollarlik yordam bergan edi. Puhralıqni sitvalg'ili bo'lgan davlatlar e'lon qilindi. Mablag' silish badaliga puhraliq yoki iqomat beradigan davlatlar radga tizildi. Dokladda Antigua, Barbuda, Bahamalar, Bahrain, Barbados, Kolumbiya, Dominika, Grenada, Malaysiya, Mauritius, Monaco, Montserrat, Panama, Qatar, Saint Kitts, Nevis, Saint Lucia, Seychelles, Turkus va Kokos orollari Birlashma Arab Xalifligi va Vanuatu qatorliqlarning har xil sinimlar bediliga iqomat va puhraliq beradiganligi bu programmalarning suiiste'mol qilishga ochiq ekanligi uqtirildi. Bu davlatlardagi yo'lga qo'yilgan puhraliq va iqomat berish programmalarini boj o'g'irlash va mol-mulkni yushirish uchun suiiste'mol qilg'ili bo'lganligi ta'kidlangan. Dokladda yana ba'zi davlatlardagi bu xil belgilamlarda xili uzun mezgil shu davlatda yashaganligiga Sizning balangiz Uyg'urning balasi, Uyg'urning kelajagi, hammamizning balasi. Vatanimizning kelgusi bo'lgan avlodlarni texmi yaramliq tarbiyalashga ozroq bo'lsa-mu kuch qo'sh niyatida Uyg'ur yar ona til televiziyasi va Uyg'ur adashlar guruhi birlashib, ikkinchi qitimliq Uyg'urim anam temasida mukofotli asar qabul qilish faoliyati o'tkazmoqchi. Asar qabul qilish adresi uyg'uryar123@gmail.com. Mukofotlash natijasini ona til televiziyasi va Uyg'uryar tor betida e'lon qilamiz. Tor bekat adresimiz www.uyg'uryar.org, www.onatil.tv. Gollandiyaning Den Haag shahridagi Kanavay restoranimizga xush keldingiz. Restoranimiz har turli milliy taomlarimiz bilan sizni kutib oladi.
Sizning balangiz Uyg'urning balasi, Uyg'urning kelajagi, hammamizning balasi. Vatanimizning kelgusi bo'lgan avlodlarni texmi yaramliq tarbiyalashga ozroq bo'lsin kuch qo'sh niyatida Uyg'ur Yar Ona til televiziyasi va Uyg'ur adashlar guruhi birlashib ikkinchi qitimliq Uyg'urim Anam temasida mukofotli asar qabul qilish faoliyati o'tkazmoqchi. Asar qabul qilish adresi uyg'uryar123@gmail.com. Mukofotlash natijasini Ona til televiziyasi va Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz muhtaram qarindoshlar. Bugungi haftalik muhim xabarlar programmasiga xush keldinglar. Tövende biraz xabarninki masalasi ko'rilib qoldi, oxiri chiqmay qoldi. Ammo biz davomli o'zimizningki programmasini davom qilib o'tamiz. Men tövende xabar va mulohiza sahifamizningki asosli mehmoni bo'lgan doktor Erkin Akram apandini ekranga taklif qilaman va biz suhbatimizni davom qilamiz. Assalomu alaykum Erkin Akram aka. Qanday ahvollar, yaxshimi? Ekranga xush keldilar. Hoş bulduk. Allah razı olsun, rahmet. Bo'lsa biraz telefon nimani biraz pastga qartib qo'ysizlar. Kichikkina 1 santimetr. Nəhayət ciddi bir holatda turibmiz. Xalqaro media bizni emas, balki boshqa nurg'un narsalarni so'zlashyapti, uni anglab turibmiz. Bizningki bugungi kritik holatimiz ba'zi taraflarda aks etyapti, ba'zi taraflarda degandek yaxshi bo'lmayapti deb qarayman. Bugun oldi bilan xabar va mulohiza programmasida sizga men birinchi aslında bizga ko'p munosabatli emas, shunda bo'lsa-mu shu savoldan boshlasam deyman. Bu Jamal Qoshiqchi, ya'ni Jamal Qoshiqchi degan bu kishi ninki masalasi butun dunyo mediasida nihoyatda ko'p so'zlanyapti. Buning bizga endi qanchalik ta'sir ko'rsatganligi buni sizning og'izlardan anglaymiz. Shuning uchun bizga munosabatsiz bo'lsa-mu, bu kishi to'g'risida, bu odam kim, nima ish bo'lganda bu to'g'risida qisqacha tanishib o'tib ketsak, undan keyin biz shu bugungi xabarda o'ttirib tashlangan masalalarni mulohaza qilsak deb o'ylayman. Ya'ni Jamal Qoshiqchi kim o? Nima ish qiladigan odam, nima uchun bugun dunyo mediasida va dunyo prezidentlarining og'zida alohida tilga ilinib ketadi. Bu to'g'risida biroz to'xtalaydi. Marhamat. Jamal Kaşıkçı Arabistan grajdanlık ama Türkiye'de ve Amerika'da, Washington'da, İstanbul'da yaşaydı. Ve şundakla Washington Post'un ki muhabiri eşede makale yazıp kılıdı. O hem de liberal bir göz kararları boğaşka, bazen de Suudi hakimiyetini tenkit kıldığan ahvallarımı buludu. Şununla herhalde şu yazılganlarga karab davatımı bunu susturmak için, belki bir korkutuş için şundak bir bisim işletken boz gerek. Hazırki Suudi taraftaki ifade kargan çağda, onu soruşturma kılgan çağda ağzını tenip, kolu öyle tutup, boğazını sıkıp kılgaçka eşeden öyle kalganlığını davadıdı. Hem de meyli kanda şekilde ölsün. Birisi bu Garip dünyasında Müslümanlarını ve Otur Şark Araplarını yazdıran bir adam. Şu anca Garip taraflarda bir ehemmiyeti var. İkinciden bu halkırada gizcilerge belgen bazı nime hakları var. Gizcilerin qoğdaydıgan bazı kanunlar var halkırada. Şununla bir gizcini susturuş kılış muşuma halkıram bulup mu Garip devletlerinin ki araçlarına mahkemeydiğen bir ahval bu. Onundan başka şu habercilikte yaxşı haber, yaki doğru haber, yaki başka haber belgen ceryanda bir gizcini şu hata berde
ki bizge yakmagan haberini badi deb birisini ötegil bulmaydı endi. Şununla bu garip devletler özününki muşu kıymet qarashlarga muşu xilaf bo'lgan bir ahvol bo'lg'achqa. Bu sebepten bunu qo'g'davatıdı yoki tilga ilvatıdı deb o'ylayman. Bu mesele Türkiye'de cereyan bo'lg'achqa, agar de Türkiye bununla karşı bir tedbir alamagan bo'lsa, bütün günahlar yani Türkiye'ye yizlattı. O vaxtda Türkiye mi yüzüne aklayamazdı. Şunun Türkiye'nin medyasında mı yamançık köpye ağam buldu emmi. Ahırda hem de bununki tekşüreşinki neticesinde Türkiye ve Suudi Arabistan'ınki birlikte bir tekşüreş komitesi var. Ulanınki ahırkı raporuga karab, onundan kim kanda bulup kanda bulmaganlığını ve şundakla Amerika, Avrupa devletleri Türkiye, Suudi Arabistan'a karşı kandak bir tedbir aldığanlığını o vaxtda da onundakini körələyimiz, bilələyimiz. Yani hazırki bu derecede ığızık ilinip ketiştiki asaslık sebep bu adamın kılavatkan hizmeti mi hem de? Hizmeti, onundaki bu bir muhbir. Muhbirler için garip devletlerde qoğdaydıgan bazı kanunlar var. Bunu medeni kanunlarını arasın koydu. Çünkü garip devletlerde ifade erkinliği yani şahsının ifade erkinliği ve matbaatınınki erkinliği var. Bunu mani kıldığı da anda düşündülendi. Hoş. Yani bu adamınki şu asasen muhbirlik hizmetideki nemisin tizgilleş veya şuna münasebetlik bir ölümken de bu. Hazırca şunda körünü vardı da hem de. Hoş. Yani bugün men sizden ötken qıtımda sorğanga oxşagan bir sualni yana oxşaş sorayman. Çünkü Xitoyningki bizden baldu mengawatqanligi bizga aniq bo'ladı. Hem bunu sizden sorayman. Xitoy bu bugünkü nimani, yani hozirgi lagerlarni, nazi kamplarni ve bu ichkirgi yetkeş meselesi ve Uyghur xalqininki ciddi şekilde yo'qotilish bosqichlarini alohida strategik plan bilan qilayotganmi deb so'rayman. Albatta bu savol biroz nima savolda ko'rindi, ammo buningki oyog'i bor. Ve nima uchun biz bu Xitoy strategiyalarining oldida, planlarining oldida davomli keyinda mangimiz deb mana bu ikki savolni so'rayman. Xo'sh. Hem de Buruma diyen yani Şarkı Türkistan'daki strateji ehemmiyeti buluşu ve Şarkı Türkistan'da Xitay'dan müstakil bulumuz deydiğen bir siyasi hareketinin ki 100 neçilden biri devam kılışı ve Xitay'ın ki İpek yolunun emelge aşırışı için o rayonda bir mutlulukla kutlaşı için bu rayondaki Uygur esası olan milletlerini hazırki kargancakta bir asimilasyon bir siyasetiyle yoktur. Ve neticede bulanı okşaşleştiriş yani Xitay milletiyle okşaşleştiriş diyen bir siyasetini ilip buyruvatkanlığını hazır körüvatınız. Fakat başta bula hırakımıdır Birleşken Devletler Teşkilatı'daki bu sorakta. Ki onundan kim bunu bir xil kesbi terbiyeleş ornu da tanıştırdı. Şununla bu inkar kılıştan kabul kılışka mağdı ama başka bir görünüşlerini oturuğa koyup köstüvadıdı. Misalga en adli digende şu lagerlerinin etrafındaki tamlağa karab baksak o tikenlik sımlavla torvağan. Hem de mavu nimelerini, türmelerini boğdaydıgan, bunda köstüdügan, bunda binalar var. Kuleyde koymuş. Aşılar boğan yerde kanda kesbi terbiyeleş bir ornu buludugan. Çokum bir türme hem de bunda diyen çağda. Şununla Xitay hazır bu başka birimini burumlap, keyinki muşu bir kanç günden biri yaman köp teşvik buluvadıdı. Yani kelgüsünde belki dünyada bir kısım adamlar Xitay'ınki teşvikliğe işindiğen ahvallar bu kalıdı. Misal 2015'te mi Cumhuriyeti Erdoğan mı diyendi.
yani bizge kelgen bu görünüşlerinin bir kısmı yağan dep. Anda degandan keyin davag'imga ko'p ziyon beralaydi. Xitoy balki shunday bir uslubni ishlatishga tirishyotidi deb o'ylayman. Shuningga bu chet eldagi tashkilotlar texmi ko'proq xizmat qilishga majbur bo'lyotidi. Hamda shu xalqaroninki ba'zi qoida usullarla ish qilishninki vaqti keldi hamda. Shuningga bütün teşkilatlar birlikte bir oturup bununki çare tedbirlerini izleş lazım deb o'ylayman. Yani meningki başta so'rag'animda masalan Xitoy buni shu planliq strategiyalik shaklda ilib beryaptimi bu ishlarni? Çokum aşınaq bo'lyotidi. Bu yalnızla bugün emas. Xitoy shu Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan beri mujna planlari bor. Ba'zan tam icra kılamadı. Bazen küçük bir şekilde icra kılıvadıdı. Eğer de texmi baldurup yerge appasak misalga, şu 49'dan evvelki ahvallarga qaraydigan bolsakmı, Xitoy %6 nüfus bile %87 nüfusunu yoktu mende tırışkan. Bu yerde Şinşisay'nınki zulümleri var, Yangzın işinin zulümü var, Cinşur'un zulümü var. Ve şundakla o vaxtdaki Sovyetler İttifakı'nınki siyasi sakçı deyilgen o akbaratınki adamlarımı Şark Türkistan'a kırıp nurgun şundak zulümlerini, adamlarını öldürüp suikast kılıp kılgan. Yani bu rayondaki Uygurlarını yokutuş yakınki bir zamandaki plan emas. Uzun müddetlik bir plan. Hazır hem de texmi haddidan tashqari bo'lyotidi. Burunqi Xitoylar Uygurlarni yo'qitaman degan vaqtida siyosiy iqtisodiy haqlarni dafsanda qilib boshquradi. Ammo budaqa Xitoy Uygurlarninki madaniyati, kültürü, dini, e'tiqodi, urf-odati hammasiga chekinyotidi. Mana degan chog'da Uygur millatininki kimligini hammasini yo'qotish. Yo'qotayotgandan keyin kimliksiz bir millet haliga aylandi. O vaqtida buni millet deb atmaydi. O vaqtida shu Xitoyga beqinib Xitoylashish bu bosqichga yetaklaydi. O vaqtida nurg'un Uyg'urlar o'zini hamda cho'shkush yeganligidan keyin islomiyatni tashib etgandan keyin Uyg'ur madaniyati urf-odatlarini cho'rib etgandan keyin tabiiyki Xitoyninki qoidalariga, Xitoyninki odatlariga, Xitoyninki to'y-to'kim ve bayramlarga maslashib asta-asta Xitoylashidi. Buni tarixda mıcıq köydü. Burunma şu televizyonda degan misalga şu burun Gansu ve Qinghai degan yerlar Xitoylashgan emas. Ama keyingi 100 yılның ichida Xitoylashgan. Misalga 2000 yıl evvel şu Sichuandan janub tarafdagi rayonlar Xitoylashgan emas. Ama şu 2000 yıl boyunca bir yana asta-asta Xitoylashtiryapti. Shunda bo'lsa-mu, misalga Shanghaydagilar bo'lsin, Guangzhou, Xiamen ve Hagan şu janub ülkedekiler bo'lsin, ularninki so'zlagan gibi hozirgi shimoldagi biz Xitoy deb atgan, ya'ni Han Chinese deb atgan bular gibi o'xshamaydi. Misalga bir Beijinglik bilan bir Shanghaylik agarda şu mandarincha gap qilmasa, bir-birini tushunamaydi. Bunun ma'nosi shu, ya'ni bu yana keyin Xitoylashtirgan deb ko'rsak bo'ldi. Ammo ba'zi rayonlar va Tayvan, Hong Kong, Bangkokdek rayonlar bir qism shu janub, misalga Guangzhou va Xiamendagilar o'zini Jungolik deydi, ammo Hanzu demaydi endi. Hammasi emas, bir qismi. Bu yerda bir narsani ko'rgili bo'ldi, bularmi keyin Xitoylashganligini ko'rgili bo'ldi. Ya'ni bu misollarni asos olgan chog'da Sharq Turkistondagi millatlarni boshda shu Uyg'urlar bo'lib, bularni Xitoylashtirishninki planında bo'lganligini va bu bir siyosiy plan, bir strategiya plan deb desak bo'ladi bu yerda. Meningki asosli nim qilganim hamda albatta buningki birinchi javobi Xitoy bizni azaldan strategiya plan bilan yo'q qilyotidi degan narsa bizning kallamizda oydin bo'ldi. Undaqda nima uchun biz
bizning kuchimiz ojiz kelyaptiki bu planlarga qarshi bir plan ve bunun oldini ilish deymiz yoki bunun qarshi turish yoki buni hech bo'lmaganda buni bilib olish. Nima uchun biz bu planni bir qancha yil burun bilmadik yoki bilgan bo'lsakmi anglag'ili unumidikmi? Biz burunla bilettik. 1884'te zeminimizni yani vatanını Xitay'nınki bir ülkesiga aylandırış ile birlikte bütün Şarkı Türkistanlıkla bilip olgan bunu. Şunaşqa 1934'te Hoca Niyaz'nınki İngiliye padişahsıga yazgan xatidimi biz 50 yıldan beri muşu Xitay'nınki zulümüge uçuravatımız. Bunundan kim bu Xitay hakimiyetini tanımayımız diyen. O yerdeki zulüm digine yani Xitay bizne izvatıdı diyen gap emdi. Asimile kılıvatıdı diyen gap. Misalıga 1944'te mi Alihan Töre'me bir notukta 60 yıldan beri Xitay'nın zulümünü tatıvatımız. Bunundan kim biz müstakil hakimiyet kurduk, ilgili hukuka hakim olduk. Bunundan kim Xitay hakimiyetini tanımayımız da ilan kıldık. Bunun o 1884'ten beri Şarkı Türkistan'da nurgun müşindak isyanlar boğan Xitay'a karşı. Ama köpü yenilik algan. Bu yenilik bilişinki nurgun sebepler var. Birinci sebep bizimki gücümüz Xitay'a yetmeydi. İkinci müşü halkaradaki güçler vakti kelse Xitay'a yan baskan ehvallar var. Üçüncüsü bizim aramızdaki ittifaqsızlıknınki bir bu kamçılık var. Şununla bu sebeplerden tüpeyli köpüncü zamanda galp kılamadı. Ama bu Xitay bizni yok atmakçı, ezmekçi diyen gepler burundu bizimki çoğunlarma tolu detti. Bula bilidir yani burundun tatıp bilingen ahval. Hem de Xitay ile seliştuğanda bulup mu bugünkü Xitay ile seliştuğan çağda Uygurlarınki nurgun cette Xitay ile ten bulamayız. Misalga coğrafya değil, misalga nüfus değil, ermi gücü değil, iktisadi gücü değil, marif gücü değil. Yani bütün şu sahalara seliştuğan çağda Uygurlarınki gücü ten emez. Ondaq da Uygurlar neymiş için yani şu ten bulmagan güçke yani küreş kıldığı degende bir yerde bir milli azadlık ya ki milli müstakillik anının buluşu. Şunaşka 100 neçə yıl devam kılmadıdır. İkinciden bir yerdeki Uygurlar köpüncü Kagan Şarkı Türkistan'ın ki milletinin köpü Müslüman boğaşka. Ve Müslümanlar izliğen takdirde özününki dini ibadetlerini kılamagan ahvalda ya cihat ya da hicret. Yani bizim cihatımızı Xitayla baskan vaqtidilar farz bulup kılıngan. Şununla bütün Şarkı Türkistanlıklar dini müşu vazifelerine icra kılışga doğru keldi. Hem de deyimiz gücümüz yok onda olsa neymiş kılımız, qanday yollarını tapımız degende Allah'ınki hayvan bile farklı boğan o akıl ve belgeçke o akılını işletimiz. Bütün güçler hemmisi şu akıl gücünün karşısında turamaydı, uzun zaman turamaydı. Onda takdirde Uygurlarınki sahip olalaydıgan şu akıl gücü bolduğan bolsa Xitay'na yengil bolurdu. Akıl güç bütün gücününki anısıdır. Bunu düşengen takdirde onunki Xitay bile küreş kılgan cereyanda nurgun çare üsluplarına tapkıl bulurdu. Ama akılını işiteliş için anınki yüksek buluşa mecbur. Eğer de o akılını işitemeye anmı onculuk seviyede emes olsa, onundan o içki, uruş, cideller köp olsa, o zaman Xitay paydını gidiyor. Şununla bizimki anımız yüksek buluş lazım. Okusula an yükseldi diyen gap yok bir yerde. Okumagan adamlardıma an boludu. Okugan adamlardıma bazen ansız boludu. Bunda bir ahval mı var ama hazırgıca Uygurlar toptumay o davana ilip bağan kargancakda hele bir adamlar anın bağlığına köstü dendi. Hoş. Bu yerde mesela emdo
tarixdagi ota bobolarimiz buni qilibdi. Mayli hijrat qilgan bo'lsin, mayli jihad qilgan bo'lsin, mayli Xitoyga qarshi mustaqillik bir davlatini e'lon qildi va shahid berdi. Ammo shu madaniyat inqilobi degan shu vaqtdan keyin Xitoyninki kommuna degan bu narsasidan keyin Uyg'ur xalqi u ota bobolarimizga o'xshagan bir shaklda inqilob qildimi sizningcha? Yani Bence her devirde şu davanı dömbüsüge ilip ilgirleşki tırışkan nurgun fedakar Şarkı Türkistan halkı bağ, liderler bağ, jigitler bağdı. Ama evvel digendek nurgun bu kamçılık ve acizlikten töpeyle bunu emelge aşıramadı. Bence bugün mü var? Bunun kimi buludu dep oylayman. Bu bizge berilgen milli ve dini vazife. Bunun da hiç kim kutlamaydı. Vaktince bazen belki arlaşmaydı bu işe. Ama eğer de bir ümit köygencerde, yolunki uçuda bir yorukluk köygencerde, bula çokum pitilip hareket kılıdı. 33'teki Cumhuriyet'te mi köydük bunu? Şu 44'teki Cumhuriyet'te mi köydük? Olcu vakasında, Ürümçi vakasında mı çeteldeki Uygurlarının ki kandak, hamkarlık, ittifak bir halığı kelgenim köydük. Yani bir tarakkiyat boğan takdirde bence nurgun aşında cim turvagan Uygurlarma bu işte kıtıldı dep oylayman. Yani umumen bu 30 yıl jarayonida barın inqilabı, barın jihad hareketi deyli yoki Xitoyga qarshi va G'ulji voqeasi va undan keyingi Ürümçi qirg'inchiligi masalan bu vaqtlarda chiqqan xalqimizdan Alloh rozi bo'lsin. Ammo umuman Sharq Turkiston xalqininki masalan aynı zamanda biz uzun mezgil qaçib yurgan bo'ldik. Sharq Turkistonda 6 yil qaçib yurdim men. Shu jarayonda bu yashash jarayonida umuman xalqninki Xitoyga qarshi kurash kayfiyatining yo'qligini shu vaqtida nihoyat ko'rdik hamda nihoyat sust endi. 2015, 2014, 2015 kelgacha oralikda. Yani bu vaqtgacha biz bu Xitoyninki plan projesining borligini bilib turib nima uchun uxladik bu bir. İkincisi hozirning o'zidimi, keyingi 10 yil jarayonidami nima uchun Xitoyning mushunda qildiganligini bizni hamda yo'qotadigan yerga ekildiganligini bilib turib, ya'ni qaytadan uxlab oldik. Buningdagi asosli bir kasalimizni tep chiqsaq deyman bu suhbatimizda. Ya'ni bizdeki kesel nima? Yani bu uxlavelishdagi, uyg'onmaslikdagi, johillikdagi kesel nima? Bunga bir javob ilib o'taylik. Belki birinci sebep şu uzun müddet sömürge müstemlike siyasetinin aslında kıpkılışının ki sebebi de oylayman. Çünkü bundak bir bisimden aslında insanlar biraz gururlaşırdı. Ahırda birip şu bu Stockholm sendrom deydiğen bir psikolojik bir kisellik var. Yani hocayınığa bağlanan bir şekilde yaşar. Bununki nurgun arka görünüşler var. Mesela Mançur İmperiyası ve Gomindan'ın vaxtıda şu naye başlığı Xitaygıcı buludu. Nayeden töven boğanlar şu hazi, şu ülema cemiyeti diyen tek kağanmışında Uygurlarının ki baylardan teşkil tapkan bir cemiyet buludu. Bu cemiyetini şu kağan nayeden töven kentteki, yezdeki Uygurlarına başvuruş için orlaştırılan bir cemiyet bu. Bu cemiyetin hizmeti şu naye hakimiyeti boğan şu şahsiga hizmet kılış. Yani bunda diyen çağda nayeden töven boğan ve Uygur'unki sahne köp boğan bunda yezlerde, kentlerde yaşayan Uygurlar iki bisim bile yaşayan gibi. Hem şu Xitay ile hemkarlık kılıp yüzünün cinini bakan Uygurların bisimi hem de mavu Xitay'ınki şu başvuruş sistemi bile biz izilgan. Şununla bu
normal puhra Uygurlar bir yanda şu Uygurlar onu ezgeçke Xitaylar Uygurdan yaxşı deydigan ahvallarmı bo'lgan. Bu Manchur imperiyasınınki ahırkı vaqtlarda mı bunu kögülü buldu bu mənbəlerde, Xitayca mənbəlerde mi yazılır ahvallar var. Yani Uygurlar şu Xitaysız yaşamayımız deydigan bir düşünceye mecburluğun yer. Ve şu Xitay bilan hamkorlik qilib o'zininki huquqini yoki o'zininki manfaatini qo'g'dab qolgan Uyg'urlar bor. Bularmi shu Xitoyga ha u deyish berib, shu Uyg'urni Xitoy bo'lmasa senmi yashamaysa degan holga keldi. Bu Kominternki boshqarish jarayonida nurg'un yerlarda shuni tuyuvatimiz. Hatto shu avtonom rayonlarning amaldorlarimi deydi. Xitoy bo'lmagan bo'lsa bizda yo'l yo'qdi. Xitoy bo'lmasa bizda chiroq yo'qdi. Xitoy bo'lmasa bizda universitet yo'qdi. Xitoy bo'lmasa u yo'q, bu yo'q. Hammani ashuna deb tushundirdi. Puhra bo'lgan Uyg'urlar hamda rahbarlari ashuna degandan keyin ashuna ishingdi. Bu normalda shu siyosiy bisimdan to'payli yaratilgan bir o'rinliq, ya'ni ideya chetdanki bir o'rinliq. Ikkinchidan bizningki Sharq Turkiston shu 16. asırdan itibaren İpek yolu bir yerde çöküp gidiyordu. İpek yolu çökkenden ki iktisat çöküyordu. İktisat çökkendeki medeniyet, turmuş her şeyden çöküşe başlaydı. Ve bunda bir peyde bizimki hem de G'arb'ninki tarafiyattan jirak kıpagan bir ahval mı var? Yani dünyanınki ilgar tarafı kılan yerde mi jirak kağaşkan? Biz dünyanınki medeniyetten faydalanamadık biz. Şuna G'arb'de yükselgen bir millet müstakil buluş lazım. Yani bir nation, bir devlet, yani bir ulus bir devlet diyen hukum bizge ihtiyaca emez. Ve şundakla ilgilik hukuk, şu ulus devlet, hakimiyet, qandaq oludu degan chetda bizda siyosiy, falsafa, sosyologiya, tarix mushu chetda bu narsani yozgan odamlar yo'q. Bu hukmlarni tunishtirgan odamlar yo'q. O'zimizda shu dunyo saviyadagi tarixchilar, sosyologlar, falsafachilar va shundaqlar siyosatchilar yetishgan emas. Abakuman degan sabablardan tufayli. Bu yetishmagachga xalqimizmi bundan bahramand bo'lamaydi, ya'ni o'rganib yetamaydi. Bizdeki sırtqa içilişi şu 20. asırdan keyin, yani Şinşisay'ınki başquruvatgan ve yanzın şimdiden başlaydı. Şu O'rta Osiyoga o'quvchilar chiqib o'qishlar başlaydı. Ve Şinşisay'ın vaqtida chiq o'qib kelganlarni türmede yo'qotganni yo'qotdi ve o'ldirganni o'ldirdi, yani idam qilib. Jazo berganlarga jazo berib, shunday bizningki Türkçe degan vaqtida qaymoq qismini yo'qotib etgan. Bular yo'qolgandan keyin Gumsandan kelgan vaqtida yana bir nurg'un Uyg'urlarni shundaq jamiyat arbobi bo'lgan, ilmi bo'lgan, bilim irfoniga sahib bo'lgan bunday odamlarni turmaga tashlab, bularni shu 1982'lerden itibaren bularni qo'yib berishga boshlagan. Ama çıkı türmelerde tügep ketken, çıkkanda mı qiyilip qalgan ve öz aralarıma şikayetler bo'lgan. Bunda adamlar çık bulmadı. Ama misalga Ötkür Efendimdek adamlar çıktı. Çıkıp Tanrı'da ak bayrak emas, iz degan şiirlerini, romanlarını yazış bilen 80'li yıllarda Uygur yaşlarını yeniden bir oxandırgan bo'ldi. Bunun bir qitim şu Uygur romancılık ile münasebetlik bir yığında birileri şu adamni Ötkür Efendi'ni şikayet etti. Şu adamınki şu yazgan şiir ve romanından tüpeyli Şarq Türkistan'da 85, 86, 89'larda o'quvchi hareket paydo bo'lgan şu kitaptan. Shuningga bu Ötkür Efendi'ga nurg'un bisimlar kelgan. Ama Uygur Ötkür Efendi o'ziga loyiq, inovatiga loyiq ve tarihiga loyiq ishlarni qildi misalda.
Ama bunda adamın en az degende bir 100 buluş lazım. Tekimi ilgar adamlarımın köpeyiş lazımdı. O devirlerde doktora okuyan Uygurlarımın köp emezdi 1980'lerde. Ondan keyin Kaşgar, Yerken ve Hoten merkezlik o dini talebeler yetişki başladı. Örümcü merkezlik onundaki milli okumuşla başladı 80'li yıllarda. Yani demek ki eğer de bizim Uygur halkımızga azraqlı uzuq berdigan bolsa, bular okundikan. Ama siz görgendek köp adamlar okanmagan. Çünkü ebe degandek yizligan narsalar bek kam. İngiliye'nin bir ulus devlet buluşu, Irman'ın bir ulus devlet buluşu ve Fransa'nın bir ulus devleti buluşu, ebe ben degandek ularınki nurgun mışındak tədqiqatçıları, romancılar, müzisyenler, sazençiler, yazgan nakşi müzikleriyle cemiyetini aşına terbiyeledi. Şununla bir Fransızlık bir var. Başta muşu çok adaklık adamlarının ki yazgan romanı, yazgan kitabı ve besligen o müzikleri, nakşilerini, nakş tekislerini ügünüp onundaki ben Fransiyerlik mandak oldu ki de ügünüdür. Ama bizde bundan neyse kan boğaşka bütün halkımızın okutuşma bununki bir kıyıncılığı oldu. Üçüncü bir sebep olsa halkara kanun. Halkara kanunda ilgilik hukukuga sahip olan bir devletin içki işlerine arlaşkalı olmaydı digeçke bu Uygurlarının ki derdini ya ki Xitay'nın ki başka rayondaki halkının derdini anlamazlıkta kilidi. Ve halkara şu siyasi tüzüm ve şu sistemler muşunda mecburlaydı. Yapılamaydıgan halga ekildi. Misalga Mehmet Emin Bora Efendi, İsa Yusuf Abdekimler bu efendiler talağa çıkmış, sıtkı çıkanda nurgun tırışanlığını kıldı. Muşu garip devletlerinin ki çoğun devletlerge her yerge hat yazıp, her yerge telegraf yazıp Şark Türkistan'ın davasını antışkı tırıştı. Ama soğuk canının ki vakti var. Olup 1971'den Çin, Amerika Xitay bir Sovyetler İttifakı bir müttefik yani bir şirik devleti şirik devlet münasebetini üyede kurup çıktı. Ve onun denkin Uygur Tibet meselesi gün tertipte kalıdığan yapın. Yani halkaranın ki bu sistem ve tüzüm bizden halkımız, bizden ki milli oluşumuz için lazım olan bütün ilimcetteki bu anını yükselttiğin bilimlerinin ki olmaslığı ve şundakla müstemlike rayonda tolu yaşap gitişinin ki sebebinden tüpeli bence müşündak köpçilik okunamadı değil mi? Fakat eğer de hiç yok deydiğen bolsak o mu hata? Çünkü ebedidir 134 yıldan beri bu davanı ilk bardağı adamlar batı. Her devirde o devirinin lideri batı. Ve bugün bu davanın liderleri mi var? Şu an bu davanı ilip bağanlar normalde şu garip tılıdı diyen çağda elit buludular. Yani serhıllar, talantılık insanlar başta ilip vardır ve bir netice alalaydıgan, misal ümitini körəlaydıgan, evet men diyen kit bağan yolundan ki uçuda bir yoruqluq görüngen vaxtıda, o vaxtıda halk egişedi o bir dep oylayman çünkü Fransa inkılabıdı mı şundaktı. Onu başlatkanlar mı şu talantılıklardı. Orta sınıf. Hazırkı sizning so'zlardan qaraganda 3 narsaga yig'inchoqlangan bo'ldi. Demak, mush 3 narsa bizda bundan hamda xalq Sharq Turkiston masalasida reallikqa kelsak, xalqimizni elitlashtirish yoki xalqimizga bir eğitim, ma'rifat berish masalasi bu hozir mumkin emas shaklda ko'rinyotadi. Chunki telefon alanmayotgan bu zamonda. Faqat qutulib qolgan chet eldagi bir qism muhojirlar bor. Eğer bu muhacirlar yukarıda tilga algan bu 3 zincirden, 3 kişendin, bilimsizlikten ibaret, ruhi kulluktan ibaret, yani ilim marifatsiz kılıştan ibaret bu 3 xil
näsini to'liqlasak buningdan keyin va ko'zimizni ochsak va sizlardek strategiyachilar mutaxassislarning ko'rsatib bergan yo'li bo'yicha manda qilsak qutuldikanmiz degan vaqtimizda Xitoy bilan teng kelalamdik. Ya'ni Xitoyning planlarining oldida mang'aligidek darajaga kelalamdikki va oldimizda bu üç narsani yengish uchun va bu üç narsani to'liqlash uchun bunu chet elda qila olamdik. Bu bir savol. Chet elda turib Sharq Turkistonni qutqizish o'ng'ay bir narsa emas. Sharq Turkistonni qutqizish ishchi markazlik, tishi yordamchi bo'lib birlikda ilib boradigan bir da'vo. Ammo chet elda turib qildigan nurg'un ishlar bor. Misali xalqimizni yeniden bir aqartish hareketini başlatish lazım. Misaliga mana bir kitap yazilish lazım. Biz nima uchun mustaqil bo'lamiz deb. Bir roman yazilish lazım. Mening Sharq Turkistondagi yoki Urumchida, Qashqarg'o'lja yoki Xotandagi meningki turmushim. Misaliga bu odam atdiganda qopdi. Qopqandan keyin namozini qilib bo'lgandan keyin hovlilariga chiqdi, salom berdi. Ondan keyin so'mkisini ilib ishga mangdi. Ishga borgan chaqda ish yeriga mangan chaqda nurg'un odamlar bilan ko'rishdi, salom berdi, ahvolini so'raydi, nima bo'ldi, bugun xabar nima, xalqaro nima bo'ldi, u bu degandek ajna parani qilib ishga berish. Ish yerida Sharq Turkiston uchun xizmat qilayotganligini u yerda ta'kidlash. Degandek bunda romanlar yazilish. Ya'ni qurilmagan bir Sharq Turkiston ama qurilgandek qilib roman yazish lozim. Bizning nurg'un yozuvchilarimiz bor. Bular mushu ishlar bilan shug'ullanish lozim. Ondan keyin chet elda nurg'un odamlar xil sohalarda yetish lozim. Ya'ni siyosatda, falsafada, mushu sotsiologiya chetda, müzik chetdan, romanchilik chetdan, kino chetdan, her chet, senaryo yozish chetda yetish lozim. Bular sirtdan yezib ichini o'qitish. Mana bir nimani uslubni ishlatgili bo'ladi. Ki mushu O'rta Osiyodagi mushu aqartish harakati bizning mamlakatga yeyilib mangan chog'da nurg'un odamlarni o'qatgan. Shuning chet elda qila oladigan ish mushu eng muhim ishlardan birisi mushu. Endi bunday odamni qanday yetishtiramiz degan vaqtida mushu sirtdagi ba'zi davlatlar bilan so'zlashib, ochiq yoki maxfiy so'zlashib bizning odamlarimizni alayda yetiştirip bir iş var. Sözüş lazım. Onun da kim ballar yetişkenden ki hem muşu sırttaki davana ilip bağandek hazırmen degende hem de kelbisinde Sharq Turkistonda bir vaka bo'lgan vaqtida derhal o vakaga kirishib muşu kadroni Sharq Turkistonga ko'chib berish. Ama manda tushunishni to'g'ri ko'rmayman. Ya'ni men chet elda nurg'un ish qildim. Hem de Sharq Turkistonga berib ministr bo'lman deydi. Bu ham xiyollarni tashilsin. Chunki mamlakat yana mushu mamlakat merkezlik bo'ladi. Ashiyadagi ko'pchiliklar balki texmi jiq qurbon bergan bo'ladi. Shuningga hokimiyatlarni ular qurdi. Agarda ular xohlasa berib xizmat qilish lozim. Xohlamasa avara qilmaslik lozim. Senin vazifan chet elda vazifan ashlarga yardım qilish. Yani davanı ilgilileştiriş ve davanı tekimi müstahkem kılış. Hizmet kılırsa chet elda. Chet elda shuningga chet elda qildigan chiqishlar var. Eğer de biz planlagandek yo'lda ma'nosak Xitoyni yengalaydigan o kunlarmi keladi deb o'ylayman. Çünkü tarihte nurg'un aciz milletler, çoğu milletlerni yengib olgan misollar bor. Nadan milletlerimi ve medeni milletlerimi yengib olgan ahvollarmi bor. Birisi fursat. Allah'ın bergan bir fursati muhim. Fursat kelgan chog'da ikkinchisi biz tayyor bo'lish lozim. Her chetdan. Üçüncüsü bizningki ijro qildik ya da icraatda natija olg'idek mana bir planlarimiz, yo'l xaritamız bo'lish lozim. Eğer de mushu üçü birga kelgan chog'da Xitoyni yengalaymiz deb o'ylayman. Chunki Xitoymi mangu bunday turmaydi. Ki Xitoyning tarixida ko'rdik bunday ahvollarni. Masalan Bu
hozirning o'zida agar real bir suhbat ilib boramiz deydigan bo'lsak, hozirning o'zida siz degan bu ishlarni qila oladigan shaxslar bormi chet elda? Bor deb o'ylayman, ammo nihoyatda oz. Yoki ular yo'shirinib oldimi? Men normalda bir gapni davatgan vaqtida erta va bugun uchun demayapman. 20 yil, 30 yil, 50 yil, ya'ni men ham tarixchi, o'tmishni tadqiq qilaman. Xalqaro munosabatchi, bugunni tadqiq qilaman. Hem strategiya mutaxassisi, kelgusini tadqiq qilaman. Shuningga o'tmish, bugun va kelgusi 3 noktada bir siziqda bunda tefekkür qilaman. Şuңашqa men degan gaplar, yani erta bugunli bo'ladigan gap emas. Başta bunda yetiştirimiz adımımızı, bular tayyor bo'ladi ve tayyorlik bilan şu o'ttirib qo'yilgan yo'lda, yo'l xaritada ma'miz degan gap. Ve bugünkü misalga bizden kinkin evlatlar eğer de bizden 30 yıl evvel kılgan işine eğer de devam kıldıgan bolsa bu ilgirleş demeyimiz bunu. Yani biz kılgan işinin ki üstüde yani bunun ki esasında ilgirleş lazım. Yani %50 en töven degende biz kılgan işinin ki asasının üstüde %50 ile başlaş lazım. %0 ile başlaş emez. Eğer de bunda başlamagan vaqtida ilgirleş bo'lmaydi ve keyniga çekildi degan gap. Ve biz tayyor bo'lmag'achqa fursat kelib qolsa o fursatni qochirib qo'yamiz. Qochirib qo'ysak yana shu hozirgi tugmagan, nim degan tugmagan, naqshi degan naqshini etib davom qilamiz. Shuningga bu yerda chet elga chiqib hammamizning ong o'sish lozim. Yani bu sınıf bu sözleri bu evlatlarımız köprek kartılıdı deyin gap hesapta. Bugünkü adamlarımız işleş lazım. Kelgüsündeki evlatlar için tekimi 10 aylık bir yollarını tayyor qilish lazım. Ular tekimi tez meniş için hazırki adamlarıma tekimi köperek işleş lazım. Yalnızla kelgüsündeki evlatlarga qarıtılgan emas. Hazırki üçün şunu da o'tini. Xo'sh. Undaqda bizdeki bu kemçillikler tüpeyli Xitoyning bizni mana mushundaq lagerlarga solab, urib, o'ltirib qildigan bu strategiya planlarini bilgan bo'lsaqmi, bizdeki bu 3 xil kemçillik buni ko'zimizni itib olgan, shuning bilan biz buni ko'rolmagan. 10 yil, 20 yildan ya Xitoy bizni yo'qotib o'tdi deb jar salsaqmi, xalqimiz bunga ishonmagan. Ishongan taqdirdimi xalqimiz yanılam uyqusunu açmay, yetib olgan hala bugungi kungacha emdilatin ko'zlarimizni ulab, Xitoy bizni endi yo'q tutadigan bo'ldi deb endi uyg'onishga mengyapmiz. Xo'sh. Men de bir gapni yana ta'kidlab qo'yay. Bu xalqimizningki bir gunoh va ya such yo'q bu yerda. Bizningki oydinlar yetishmagachga, ya yetishgan bo'lsa-mi, xalqimizga qaylamqan ilm bilim bergachga, ideya tushuncha bergachga mushtaq bo'lyapti. Yani bir yerde halkımız okanmagan bolsa, Xitoyning günahı var ama Uyghur ziyalılarının kimi günahları var. Yani mevcut vatanimizde hem de vatanimizdeki ziyalilarning gibini qilmaylan yaxshisi. Xo'sh. Chet eldagi ziyalilarning hem de qisman bir qismi uyg'onish qarab yuzlanadi, ancha-muncha xizmat qilyapti, mayli qalam tavrasin, mayli boshqa fikrlarni qilsin. Ama yani sanıga hesaplaganda umumizlik bir uyg'unish, bir yak kelish, tashkillanish, xalqimiz uchun bir o'zini o'zi oshkorlab, ya ilmini oshkorlab o'ttirg'i chiqish yoki o'ttirg'i chiqmagan taqdirdami xizmatini xalqimizga ko'rsatish degan bu narsa nihoyat zaif ketyapti. Uning uchun shaxsan har qatimliq programmada qaqshalyapmiz. Buni uyg'otishning bir yo'li bormi? O'qitishninki bir tarafi shu siyosiyonlar. Siyosiyonlarga ba'zi san'at o'ynashni ruxsat bergan. Shuningga bular xalqimizni o'qitish, harakatni kuchlantirish uchun bular endi aqliga kelgan har xil gap so'zlarni qila oladi demay, ammo shuna qiladi. O'qitishda ular ustunlik bilan qila oladi. Hem de ziyalılarınki, ikincisi ziyalılarınki, şu bizimki hazırki mevcudiyetimizni tahlil kılıp,
hem cemiyet cetten, siyasi cetten, iqtisat cetten, ticaret cetten degandek. Muşu cetlerde mi halkımızga ilim bilim bir iş lazım. Ama bazı ziyalılar bek üstün bop yedi. Yazgan sözlügen nersini halk düşenmeydiğen ahval olurdu. Bunda bir peytte muşu siyasyonun ile mavu ziyalının arasında kalan bazı adamlar var. La popüler ziyalılar da koyalım. Bula onun dikin halkla tıkımı yakın diyalog kuralaydı. Mesela bulamın vasıtasını icra kılış lazım. Yani halkımızını oğatkan takdirde onun dikin tıkımı kem kölemlik bir kişine ilip bağlı buludu. Ebemen kandak adamlarga, ziyalılara ihtiyacı var deb sanab verdim. Muşu insan bilen münasebetlik ilimlerinin hemmisini ügündiğen Uygurlar lazım. Onundan kim bir milletinin ki medeniyetini yükselttiğen hem bilimler var. Hem biliminin ki en ilgarlarını okuş lazım. Misalga hazırki muşu iletişimdeyimiz ama Türkçe'de yani hazırki muşu internet kompütörüyle şekillengen bütün ilimler. Onun için genetik ilimleri degandek. Muşu ilgar nimelerini, bilimlerini ügündiğen yaşlarımız, adamlarımız buluş lazım. Bunu mahsus bir komite kurup bu komite yani Milli Marif Planlama Komitesi deydiğen bir komiteni kurup Allah'ını aşındak yerlerge yönlendiriş lazım. Ve ebemen digendek malum devletlerle çıkışıp, görüşüp muşu ballağını okutuşla tırış lazım. Adamlar yetişkenden kinle Xitay bizni yoktamaydı. Bir milletinin ki egerde okumuşluk, anlık adamlar mevcut bulduğanla bolsa Xitay asan yoktamaydı bu milletini. Çünkü devamlı olanı okutalaydıgan bir ziyalı kesim var. Ve anlık bir şekilde faaliyetini yürgüzüvatkan siyasyonlar var. Bula boğandın ki o bir milletine asan yoktamaydı. Misalga değil. Mavu Skoç'un nimde tük İngilizce'nin ki bu Şotlandiya. Şotlandiya misalga. Bula 500 yıldan beri İngilizlerinin ki müstemleki astıdı. Hemisi İngilizce yapıldı. Hemisi İngilizlerdeki yaşaydı. Olup mu İngilizce'de Amerika'da yaşayanlar tığmışımlar. Ama ula unutmadı yani üzünün ki Şotlandiyalık boğanlığını unutkan emez. Yani İngilizce tıl bileme küreş kılıvadı. Çünkü ulanın dılığa işçiге set koygan bir ot var. Bu ot nereden degende üzünün ki tarihi, medeniyeti, örf adeti, üzünün ki İngilizlerle okşumaydıgan İngilizlerle okşumaydıgan halini yizip sızgan cık kitapları var. Hoş. Yahudiyle mi şunlar? Nurgun mu şu ki devlet kazanılan ve devletini kazanışı için tırışıvatkan nurgun milletlerde müştak ziyalı kesimden müştak neslerine yizip kaldırıp koygaçka davaları neç yüzyıldan beri devam kılgan. Bu yerde bir jipuçu bahsler deb o'ylayman men bizga. Yani buni hozir sizlar o'tirib qo'yayotgan bu yoshlarni o'qitish, tarbiyalash hozir ism bilan o'tirib qo'yilgan bu narsani maqsadlik shaklda atayotamlar yoki u bir planmi? Yani buni kim qildi yani bu ishlarni? Bunu hem de teşkilatla kılış lazım hem de halkara sahnede bu işini yani halkarada faaliyet ilip bir vatkan en çok teşkilat olan ve dünyada tanınan Amerika'da, Germanya'da, Birleşken Devletler, Avrupa Birliği'de, ONPO'da, şu yerde bir yerde hemsi tanınan bir Dünya Uygur Kurultayı var. O işine en yaxşı ilip bardığan Dünya Uygur Kurultayıdır. Fakat ben diyen bu marif işleri ya ki bu ballarını kandak okutuş planında, kelgüsünde kandak bir kesipte yetişecekte Dünya Uygur Kurultayı başka teşkilatlarla birlikte ilip basa tıkıma önümlük olurdu. Çünkü Dünya Uygur Kurultayı'nın kılamaydıgan işi var, kılamaydıgan işi var.
Kalan teşkilatlarının kimi kılalaydıgan işi var, kılamaydıgan işi var. Olup mu chet elde faaliyet eğilip bir iş için muşunda halkaravileşken teşkilatlarıyla hemkarlık kılış yolu bile ebeki planlarını emelge aşırış lazım. Yani bu planı oturup koyulgandan keyin kalan teşkilatlarıyla muşundaki bir müzakere, talaş tartışının neticesinde bir siyasetke aylandırış lazım. Bu siyasetinki yedekçisi kim, yardımcısı kim ve baştaki yedekçisi kim, ikinci yedekçisi kim degandek muşunda iş tahsimat deymiz, muşu vazifeni bölüveriş degan narsalarni, muşu planlarni birlikte oturup hal qilish lazım. Burun birinci qadamdagi bizningki strategiyaning birinci qadami birleştirmek. Teşkilatını kesbi teşkilatlaştırmak ve kişide profesyonel buluş, yani kesbi buluş, yani siyasyonlar kesbi buluş lazım. Hazır kargancakda bu üçüne tolukluğan oldu. Şununla ikinci kademge ötüdüğün bulduk. İkinci kademninki vazifesi bunundankin davanı kandak elip bir iş diyen gap. Onda da kalan teşkilatlarıyla birlikte ya ki mühim şahsiyetlerle, cemiyet erbabıyla, dini zatlarla, hemmisiyle bir milli düşünceyle bunu elip bir iş lazım. Hem de bu ikinci kademde yalnızla Uygur emez, Kazak, Kırgız, Uygur, Mongol, Şivele birlikte bu işini elip bir iş lazım. Yani hemimizin, Şarkı Türkistan halkının hemimizinki düşmanı Xitay olarak kösüş lazım. Xitay düşman bolgan çağda biz aramızdaki o ittifak mı, hemkarlık mı, beraberlik mi onundan keyin emelge aşalaydı. Yani ikinci kademde onundan keyin kıldığan iş hem de milli dava şeklinde oturup çıkıyor. Bu basqıçlar besilavatlamdı yoki bundan keyingi planlı olamdı? Bunun ikinci planlar. Yani bugün eğer de biz ikinci kademni tolukluğamakta da üçüncü kademde resmi devletini kurduğanga ilan kılındı. Üç basqıçlar bunu hal kılışta planladı. Hazırki vaziyetke qarab ve yönünüşke qarab planla bular. Devletni kurduğanga degan sözlerini ben taz düşünemedim. Devletni kurduğanga degan sözünü biraz içmez. Üçüncü kademde devletni kurduğanga. Üçüncü kademde biz kanun cetten, halkara kanun bolsun, her xil kanun cetten bizninki hazır kazangan halimizni qo'g'dab qilish lazım. Bunun için elbette degandek yetişke bu nime kadrola payda buluş lazım. Ve dünyanı Xitayga bisim işiltişke tırışmak lazım. Bunu hem de nurgun doklatlar bile, nurgun konferanslar bile, nurgun şu think tank organlarda Şarkı Türkistanlıklarının ki bu küreşlerinin bu devletlerle bir ziddiyeti olmaganlığını, düşman olmaganlığını ve Xitay bu dünyaya ondak bir zulüm yaratalaydıganlığını. Muşuda neslen anlış ama mantıklı ilim yolu bile, metod yolu bile kılış lazım. Hem de bunu kılalışı için muşu çeteldeki ballarınki köpü muşu doktora seviyeye kiliş lazım. Çünkü doktora kemigice metodunu yaxşı bilemeydi. Yöntemini yaxşı bilemeydi yani usluplarını. Ve kandak hayıl kılışını yaxşı bilemeydi. Misalıga deyli. Bir yerici geldi. Bazı nimelerini bir yerde sözlemeymen. Nurgun muşu planlar emelge aşkan vakti da bu seninki asasını teyar kılıdı. Bu esas bile onundan keyin devletine ilan kılgan çağda halkaradan seni kovdaydıgan, ulanınki köngünü, dilini celip kılalaydıgan bir halga girse, bu vakti de halkarada sana karşı çıkıdığan, devlet kuruşu için karşı çıkıdığan devletler azıydı. Xitay'nınki yakın boğan devletten başka. Ve Xitay'nın işi değil mi? Şu buluş buzuluşunun kime ihtimali mi var?
Şununla bu üçüncü kademde bu hazırlıkı vaziyetke karab planlamadınız. Eğer de fevkalade bir vaka bu kalan vaxtıda bu planlar aldığı sürüldü. Derhal başka bir plan bile hemen vaziyetke müdahale kılış lazım. Bu fevkaladeki vakaya karta tedbir iliş için Şərq Türkistan Milli fevkalade vakaya karşı bir komite kuruluş lazım. Birlik sep. Eğer de bunu kurmay, onun için vaka boğulgandan keyin qarab tursan, fırsatını kaçırırsan. Şunu hazır kılıdığan nurgun işler var. Bu işlerini hazır sanırsam pek vakit deyip gidiyordu. Eğer de yok vakit amaydı desem ben depreleyim. Yani bazılarını depreleyim. Elbette Qurultayninki xizmatları meselesinde Allah xalas aldığımız günlerde bir qancha kishi bilan yana söhbet ilip barsak bunu deyishsak bo'ldi. Hozir xalqaraviy umumiy bir narsani deb baslini ayt yaxshi, chunki vaqtimiz moz qoldi. Yana hozir xizmatlar yetarlikmi va hozir biz bir yangilik, har qitimda bir yangilik topsak bo'ladi. Masalan, namoyish qilish degan bu narsa biraz ko'nirashga boshladi hozir. Masalan, xalqimiz biraz namoyishchi ommaga aylanyapti. Burun namoyishga ekilanmay, namoyishni jiddiy qaraydik. Hozir qandaqlik olsun xalqimiz namoyishga kelyapti. Namoyish qilinyapti denmeydi. Davomli namoyish har holda Alloh rahmat qilsin qarindoshlarimizga namoyish qilinyapti. Xo'sh, biz buni bilan yetaklanib qolamdik yoki yangilik bormi bu yerda? Bu hozirgi siyosiy va ijtimoiy faoliyatlarimizda bir yangilik ko'rsatib Bu davanınki birinci baskışında yani davanı halkaravileştiriş bu baskışta namoyish muhim. Çünkü namoyish kılıp tunulsa, bilinsa. İkinci baskışta mı namoyishninki muhimligi var ama ikinci baskıştaki namoyishlar nayti netice alalaydigan, ünüm alalaydigan namoyishlarni qilish. Yani halganca namoyish qilish emas, maqsadlik, planlı, netice ilişini esas kılgan halda namoyishni ilip berish. Misalga Avrupa'nınki merkezlerde namoyish qilish. Avrupa devletlerini Xitoyga karşı bir bisim işiltishni maqsad qilgan bo'lsang, bu namoyishni cho'qim qilish lazım. Eğer de qilgan namoyishing Avrupa Birliği'ne işini kılamagan bolsa, tesir yetkizemegen bolsa ve ularınki Xitoyga karta ilip bardığan siyasetke bir tesir yaratmagan bolsa, bu namoyish bekorga qilindi deymiz. Çünkü namoyish bir vasıta, siyasetning o'zi emas. Siyasetninki ishiltidigan bir asbab bu. Shuningga maqsadga erishish uchun bu asbobni ishiltimiz. Xuddi bozorga mangan vaqtida eshak aru aydigandek, ekizda ketman chopgandek, bu atarus nima eshak arusi bilan ketman bu vosita. Maqsadga qarab ishiladigan narsa. Shunga bundan keyingi namoyishlar cho'ng va bir urushda natija oladigan unumli bo'ladigan namoyishlarni tashkil qilish lozim. hal qilg'uch. Endi bu Xitoyni urib selibla hal bo'lmaydi, ama qadami mushu g'arb davlatlarini Xitoyga bo'lgan bu bisimni tashkil qilish. Bu namoyishlar ularga ta'sir yetkazib, ularning mushundaq bir qonun chiqaramdi, mushundaq Xitoyni ogohlantiramdi, Xitoyningki amaldorlarini xalqaro chiqqan chog'da turmaga atamdi degandek, mushundaq narsalarning paydo bo'lishiga namoyish qilish. Namoyish qilish yetmaydi. Namoyish bilan birlikda bir dokladlar tayyor bo'lish lozim. Yani biz nima uchun namoyish qilyapmiz? Bizning maqsadimiz nima? Biz dunyoninki xalqiga ziyon beradigan bir millat emas. Bizmi tinchlikni xohlaymiz? Ama Xitoy bizning mamlakatda yurgizayotgan siyosat tinchlikni buzyotdi. Biz mi tinchlikni qo'g'dash uchun bu siyosiy faoliyatni ilyapmiz.
tinchlik degan siyoset bilan qo'llangan narsa emas. Ba'zan qurollik bilan qo'llanish lozim. Deydigan bir mantiqli, real, karşındaki adamını düşünerlerden bana bir dokladlarını tayyor qilish lozim. Bularni sungan takdirde belki biz degandek G'arb davlatlarininki Xitoyga yurgizilgan bisimni tashkil qila olamiz. Hoş. Allah razı olsun. Türkiye meselesinde mesela bugünkü haberimizde NTV kanalında biraz keng ko'lamda Sharq Turkiston meselesini anlatıp medyalarninki susqunligini, yani sabrini buzib biraz xalqimiz uchun bir yaxshi bir tashviqot qilib berdi degan bir xabarimiz chiqdi. Bu nima uchun butun medyalarga yeyilmaydi ve Türkiye'deki bizning hareketimizningki oqibati qanday bo'ladi? Bunga qisqaroq javob olun. Sharq Turkiston davası Türkiye'den ibaret emas. Türkiye şu umumi chet eldagi tashkilotlar siyasi hareketninki bir terkibi. Şununla Türkiye'de bir özgür şokası davaga mındak davanın ilgirileşi için bir ziyan berdi dep aldırap bunda deyişine hacet yok. Hem de vaziyetle özgür durdu. Türkiye neyim için bunlar kıldırganlığını burunku neyim demez sözlep verdim. Ama bazıları erkin yağan sözler vardı diğerlerime var. Çünkü Türkiye'de bunda bir isim yok. Siyasi kriz yok da diğerlerime oldu şu ekranda. Türkiye'ninki vaziyeti bunda devam kılmaydı. Verbe özgürdü. Çünkü bununla okşaş 1999 ve 2001 gece muşunda kıyınçılıkta bulduk. Ben bir şeyde yaşadım. Ve Türkiye'de ben Ankara'da birinci kez ben teşkilat kurdum. Ve bu teşkilatın yürütülen cereyanda nurgun zorluklar, nurgun isimlerge uçurgan. Ama hemisi ödep gitti. Berber ödep gidiyordu. Şunun başka buna bir vaktince bir meselede görüş lazım. Birinciden. İkinciden hem de Türkiye'ninki özününki kıyıncılığı var. Bu kıyıncılığını ötküzülüş için bizim belki bazen de böyle imkan bir iş lazım. Eğer de yani bizim işi bu kısa hazırma bazı Türkler de vardır. Yani bu Türkiye'ne halımızdan başka devlete ketdeydi. Ve etrafında nurgun Türklerime aşında bir kapıcılık mübahimdi. Ama bu adamların hemmisine yaman adamda kösek bulmaydı. Biz özümüzün devletini kurgan bolsak bu hanı tatmaktık. Hem de chet elge chiqqandan keyin, xalqninki devletiga beqingandan keyin, xalq başka devletning virajlarini bo'lgandan keyin, ba'zan bu devletninki qonuniga bo'ysunishga majbur. Bo'lmasa, ularni qonunga qarab seni joylay oladi. Yani Türkiye'ye nispeten alahide besim karakterde azıcık Uygurlar siyasi davada, ictimai hayatta besim karakterde azıcık bir iş kılamayımız değil. Bir iş kılamaydı diyen gap yok. Bir yerde bir nime var? Çekleme var bir yerde. Ama faaliyet yok diyen gap yok. Bir yerde namaçlar buluvadıdı, ilmi toplantı jığın buluvadıdı, sılı diyen NTV'ye ben çıkıp yapıldım misalga. Yani çeklengen halde bir faaliyetle devam kılıvadıdı. Yani yok emez. Bu vaktince bir mesele. Bizim işimizde öttü. O ötep ketkendikin yanı hareketlenedi ve Türk halkının nurgun halkı o Uygur halkıga yani köngül bölüdü. Ama memleketi devletininki böyle kıyıncılık bir baskışta bu başka bula cim turuylu vadıdı. Olmasa bununla yanı yardımlarını kılalaydı. Misalga bizim Uygur Tədqiqat Enstitüsününki o printer buzulup kalgandı. Bir işçini çakadı. O kilip remotlap kıldı. Bizimki Şarkı Türkistanlık boğanlığımızını bilip misalga deydi ben remot pulunu almayman deydi. Benim kolumdan kildiğim muşu deydi sizlerge kılalaydı. Başka neyse kolumdan kemeydi deydi. Misalga başında Türkleme var. Ama bu devletinin meselesi. Yani devletinin ki âli menfaati meselesi bu. Şu an işte vaktince bir neyse bu.
Yani Yani Türkiye'deki Türkiye'ye qarindoshlarimiz e, sabr bir- qilib turish lozim. şu ama birden işçiler Türk düşmanı köpeyip gitti. Bunun kılışına hacet yok. Türkiye kopup Xitayni şu tanqid qilib, misalga Urumchi vakasından keyin reis Erdoğan'ı Xitayni şu soykırım qildi degan vaqtida nurg'un Uyg'urlar qo'shal bo'lib ketgan, Türkiye'ni maqtab, Türkiye yaraysa deb ketgan. Hamda Türkiye bunday qilgan chaqda Türkiye'ni tillaydigan bo'lgan. Bu bizningki chet eldagi faoliyatlarda qilayotgan jarayonda bunda ahvollar ko'p bo'ladi. Misalga 1971'de Amerika Xitoy sherik davlat bo'lgan vaqtida misalga shu Radio Liberty'nin Uyg'urcha bölümünü yipetdi misalga. Tibetlerge qarta nurg'un yerlarni yipetdi misalga. Yani bu kelgusunda Fransiyada mı buluş mümkün, Germaniyada mı buluş mümkün, başka yerde mi buluş mümkün? Çünkü hazırki devletlerinin modeli ulus devlet, yani nation devlet. Nation devlet mışla kılıdı. Bular öyle bir ümmet devleti emez. İmperialik devlet emez. Ya ki insani devleti emez bular. Ulus devlet. Ulus devletinin ki adeti bu. Eğer de sen dersin ulus devletini halımayma ama amal yok. Nime kaydı mı şu? Kudu futbolunun ki kaydısı mı şu? Aylamkan oynayman deydigan bolsam, kızıl kartını köstüdü haydaydı. Aşnakla okşaş. Undaq Bu Türkiye'deki tüzümler, halkara tüzümler, sistemler, ulus devlet degan tüzümni yaxshi bilish lazım. Bilgen vaqtida abaqadek çalıpıla gap qilmaydi deb o'ylayman. Türkiye'deki elbette nayet doğru bir fikrini anlamagan bulduk inşallah. Türkiye'deki ulus devletçilik metodi yoki sistemiga qarta Uyg'urlarni ijtimoiy faoliyat va siyosiy faoliyatini ulus shaklda ilib mangsa, ya'ni muxoliflar bilan va yoki xalqlar bilan taqim yaqinlashib bu shaklda ilib mangish ehtimolimiz yo'q. Yani pek nime emez, yani ters emez. Ama kançılık bir netice ağırlı olduğu meselesi var. Mesela bazı partilerle hemkarlık kılan çağda Türk cemiyeti mi seni kabul kılamaydı? Mesela bazı muhalefet partiyle hemkarlık kılan çağda hakimiyet beşiğindeki parti mi senden hap olurdu. Bunda bir peyde kanda kılıp hiç kimden hap olmaydıgan bir xil siyasetni, bir xil söylem deyimiz, söz ne icat kılış lazım. Yani bizge kalgan bir narsa bu. Ama biz kamlaştıra alatımdık şu işin Türkiye'de siyasi. Şu yetişken adamlarınki kamçılığından töpeyli bu bazen küçükken seviyede bombaymadı. Ama bunun da kim buludu dep oylayma. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi de İyi Parti'de bizim adamlarımız yok yani. Asasen yok. Bana ait zayıf yani. Eğer de Uygurlarınki bir kısmı CHP'ge, bir kısmı İyi Parti'ge, bir kısmı AK Parti'ge aşında əza bulup başlar kısa, onun yolu başka. Hazır eğer de olanın əzası emez. Sırttan kılımen deydiğen bolsan, bir mesafe digenine yaxşı biliş lazım da. Hiçbir partinin rencide kılmaydigan ama hem partiye bizini kollaydigan manda böyle ideye, düşünce ve yazılgan doklat buluş lazım. Bu vaqtida ularni to'g'ri tushundi. Ama bir partini yaxlab, yani bir partini tillab tushgandan keyin bu yerda da'voga ziyon berdi. Bir vaqtlarda Demokrat Parti, Türkiye Demokrat Parti vardı. İsa Yusuf Aktekinni davet qilgan milletvekiliga. Buni Mehmet Emin Buğra Efendi tuyup İsa Yusuf Aktekin Efendi'ni tanqid qilgan. Çünkü bizning dava Türkiye'ninki partisinin davası emas. Partinin üstündeki bir davadır. Şununla bütün parti, sen bir partiye kırvarsan artık partiye düşman bulursun. Onun da hiçbir partiye kırmayın. Biz mesafelik mağazımız diye. Ve hazır mı şunda kılıç lazım. Şununla bir partiye isililip kılıçına acet yok. Dava başka bir mesele. Mesela Türkiye'nin iç siyasetke arlaşıp onun için çıkamayın. Onun için davaga ziyan beriş o doğru bulmaydı. Allah razı olsun.
Aslında ben sizin sözlerini bölmeslikim lazım. Ama ben sizden bir kıtımlık söhbet kılam 8, 10, 15 suallığa cevap ilebiliş için. Şu asasen cevabını ağandan kılam sözlerini kesip barma. Bunu kırındaşla doğru düşünse ve sizin doğru düşünse buludu inşallah. Hoş. Miyadmen ait kıska cevap ilişini halayma. Yani Saudi Arabistan 100 milyon dolarını Washington hükümetinin hesabatıga yatkızışıyla Amerika'nınki nemedeki Suriye'deki YPG, PKK yani Irak tarafındaki bir bulağa yardım veriş için 100 milyon dolar yardım beğendiydi. Bu kanda bir gap. Kıskarak cevap almam. Bizim münasebesi şuna olsun bilo olayını bulmasın. Suudi Arabistan, Amerika bunlar şerik devlet. Yani otur şartta Amerika'nınki böyle şerik devletlerin arasında bundak yardımlaşmalar boludu. Yani nem için YPG, PKK'nı kollaydı Saudi Arabistan. Eğer de ertesi gün mesela Mısır'daki Mursi cemiyetiyle karşı İhvan hareketiyle karşı mı belki pul bir alaydı yani Suudi Arabistan. Nemişka yani bu yerde bir Özünün menfaatdeki toğur kegeçke. Şerik devletler boğandan ki devletinin ki menfaatdeki toğur kildi. Yani adi menfaat değil bu. Amerika kegeçkeler kuşamet biri kılış yoki ulanın texim qoğdışıga eriş üçün mü? Mesela bu mu? Şundak buludu da şerik devlet özünün münasebetini güçlendiriş için birbirine yardım kılış. O tabii bir ahval. Hazır Trump hem şerik devletlerge bakravadı da pul tülüşerdi. Yani nem için hemmesi pul tüleydi. Türkiye'ye karşı Saudi Arabistan? Arasında malum bir ziddiyetler var. Kendime şu Katar meselesi boğan, çağdığımız ziddiyet boğan, Mursi'ye karşı askeri bir zerbe verilgen vaktidir yanı aşına karşı çıkan. Yani Suudi Arabistan'la arasındaki münasebetler biraz jiriklik var. Ama bence şu PKK'lara belgen pulunu, şu Türkiye'ye urup sasun de belgenlik emez de oylayamam. Çünkü Amerika bu rayonda bu Kürt koşullarını tutup duruş için bir yere maddi pul lazım. Onlara kural veriş için pul lazım. Amerika neticeden biri aran yetiştirgen Kürt koşullarını, PKK'larını bir kalem bile sızıp taşlaşını kalmaydı. Çünkü otur şartta işilterleydiğen yani kuruklukta işilterleydiğen bir güç bu. Bu güçke bu güçünü bir kişi için hem kural cetten hem yeydanışçıdan üniforma, kiyim, gece hemsine pul lazım. Hem de bu pul ne? Amerika'nın şerik devletleri yardım kısa Amerika'ma hoş bulurdu. Eğer de niyeti hakikaten Türkiye'ye karşı boğan takdirde Türkiye Suudi Arabistan'ın münasebeti tıkımı jirikleşiyor. Ama onda da beğenmeydi. Ama sen aşına düşünüyorsan mu buludu. Çünkü bununki neticede aşı Kürt koşullara pul bir vatkanlığı oldu. Türkiye mi aşılara karşı çıkaşka muşu Suriye'ye kırgenge. Yani bu eğer de aşı koşun bomban olsa Türkiye belki Suriye'ye bunçilik müdahale kılmazdı. Çünkü xavfsizlik mesele var bir yerde. Xavfsizlik bir devletin âli menfaatidir. Evet. Ama iki devlet Suudi Arabistan ve Türkiye'nin arasında çokum Suudi Arabistan Türkiye'ye düşendiriş biridir bu cepten. Bu diplomasinin bir kaydesi. Yani Türkiye'nin kayıl kıldık bir gepni depirdu dep oylayman. Çünkü bu bir kaydı. Allah razı olsun. Yani 10 minut vaktimiz var. Milli Kurultay bu da nayet dağdığı bilen nayet çoğun külemde ciddi içiliş harpısta kitabatımız mesela. Bu Şarkı Türkistan Milli Kurultayı'nınki içilişi meselesini biraz toxtlaylı. Onunki namayiş meselesini tilga algandan keyin söhbetimizni tugetsek deymi. Milli Kurultay meselesini biraz toxtalib bakalım. Bu Milli Kurultay emas da Milli İstişare. Yani Milli Kengayiş. Bununki sebebi ebemen dedim. Bir devir tüydü. İkinci devir içilvadıdı. İkinci devirde biz kandak Şarkı Türkistan davasını ilip varmız. Muşu meselelerini oturup koyuş. Oturup çıkan meselelerine karşı kanda çare tedbir alımız ve ilingan çare tedbirine karar kaysı kişi, kaysı teşkilat, kaysı grupla kandak işlerini ilip vardı. Yani umumi bir stratejinin parçalarını, bölümlerini teşkilatlar
ya da şahslar üstüge alıdı hem de bunu. Hı hı. Muşu maqsadiyle içilayotgan bir yig'in. Yani bütün Yani milli degan vaqtida, yani Şərq Türkistanlıqlarınki bir siyasi kemayiş bu. yani bütün yerlik teşkilatlarınki birleşişi yoki hizmet taqsimlanishi deb tushunsak bo'ladimi? Birleşiş demeyimiz bir yerde, hemkarlık deyimiz. Hı hı. Birleşişini muşu 3. kadem kelgen çağda derhal birleşimiz. Hı hı. İnşallah. Yani bütün yerlik teşkilatlar çağırıldı ve bu yerde istişare yani kengaş maslahat ilip berilish uchun Benim chaqirgan. bilişimce hemisiga davet kıldı dep bilemem. Hı hı. Qanchalik adam keldi, qaysi tashkilotdagilar keldi, uni yaxshi bilmayman. Undan keyin yoshlarninki mi uchrashishlar bor, bularmi shu masalalarni muzokara qiladi. Shu Dünya Uyg'ur qurultoyi bilisizlar. Hozirgi yosh o'rtalama 50 yosh atrofida. Yani 30-40 yosh orasındagi adam yo'q. Shuningga bu qeyrlar, yani bizdeki yaşdakilar peyrivan çağda bu işini ilip baramaydı, yuguramaydı hem de bundan belki. Bu yakımı uçamaydı. Ondan da şu yaşlar bu işini üstüge iliş lazım. Yaşlar bu işini ağan çağda nölden başlaşamaz. Ben degende %50'den başlaş için hazırdan başlapla kurultayga kiriş lazım. Dünya Uygur kurultayga. Ve vazife ilişkiye teyya buluş lazım. Kurultayma yaşlarga bunda imkanlarını tonuş ve bir iş lazım. Biz davanı esas alımız, teşkilat davanı yürgüsü için işletken bir vasıta, bir esvap. Teşkilat məqsəd emez. Teşkilat bir vasıta. Məqsəd dava. Ondaqda teşkilatdaki şahsı ya ki teşkilatın özüge boğan narazılıktan töpeyli davadan jiraqlışına aciyet yok. Yani demekçi boğunum o adamlarla uğraşıp sokuşup ya ki teşkilatlar arasında uğraşıp sokuşup. Buna nime bir manası yok. Bunların ki bir anlam nime yok. Ehmiyeti yok bunların. Ehmiyeti boğan biz davanı kanda ilip bir iş. Eğer de davanı kanda ilip bir iş cepten oylaşmayı yalnızla ikinci seviyedeki, töven seviyedeki teşkilattaki uğraşış, o şahsların arasındaki uğraşışını esas kılgan çağda dava bir tarafta kalıdı. İlgilenmeydi. Bu vaxtıda biz tarihi günahkar olumuz. Hem de dini ceddeme bir günahkar olumuz. Yani sevapını kazanamaydıgan bir ahval peyda oldu. Şununla bu sözleşidigan, aranışıdigan nurgun meseleler var. Çokum nurgun fikirler oturup düşüdü. Bu fikirlerge karta çokum nurgun tedbir çarelerine sözlep yapırdıganlar buludu. Bularını hem de redlep, tasnif kılıp, onundan kim bunu yığınçaklık kılıp, bir siyasetke aylandırıp ve hemmimizdeki kol birliği bile davanı kanda yürgüzüşünü emelge aşırışka planlavatımız hem de. İnşallah. Allah razı olsun. Rahmet. Bu Allah 6. sizlerden razı noyabr olsun. namoyish meselesinde sizlar Dünya Uyghur Qurultayının muavir reis bo'lish sifatlar bilan qarindoshlarimiz qanday bir chaqiriqlari bor. Bu namoyishninki maqsadi, ahamiyati masalasida biroz to'xtalib, undan keyin suhbatni oyoqlashtiraylik. Hazır Avrupa Birliği'de Xitayga qarta bazı kararlarını çıkışınınki aldıda. Ondan keyin Avrupa Birliği'ninki şu Xitayga qarta bazı ensirashlar var. Bu iktisadi ve ticari cepten. Çünkü Xitay Avrupa'ya rahat kiliyodadı ama Avrupa'daki şirketler Xitay'a rahat baramayıyodadı. Xitay bir yanda şu iktisadının yerleşişi de kakşavadıdı ama özge kelgen çağda başkalarıga imkan tanımayıyodadı. Bunda ahvalı var. Ondan keyin bu Xitay G'arbliklarninki bu kıymet qarashlarga karşı. Bu mu Avrupa'nı rencidi. Onun için Xitay yükselip dünyaya hakim bulmayan davadıdı. Avrupa'da bir ensreş peyda oldu. Yani Xitay nime? Amerika'daki demokratik bir devlet mi başımızga bunchilik dertini peyda kılgan bolsa, bu diktatör bir devlet Xitay
bizning beshimizga qanchalik bir balo tep ekila deydigan bir ansirash. Mushu paytda Sharq Turkistonliklarninki bu xil namoyish mushu Yevropadagi ba'zi odamlarninki ikkilamli qilib qolgan odamlarni texmi Xitoyga qarshi bir mustahkam bo'lishiga yordam qiladi. Ve Avrupa'da Xitoyga qarta mayli siyoset jihatdan, inson haqlari jihatdan, demokrasiya jihatdan, iqtisod jihatdan chiqargan qarorga mushu namoyishma jiq foydasi bo'ladi bu yerda. Hamda Uyg'urlar o'zininki kuchini ko'rsatgan bo'ldi. Biz bu yerda mushunda bir kuchni tashkil qildik, ko'rib qo'yinglar deyish uchun. Bu mu yaraydi? Ama bir narsani yaxshi qilamidik. U bo'lsa shu lager bilan munosabat, jazo lager bilan munosabatli bir ish. Chunki 1 milliondan ko'p davatimiz. Ama jiqqan bu nimemiz hücretler en az da 100 ming bo'lishi lazım. Eğer de şu ziyankeşke uçurganlarınki nime ismi, cismi degandek mu anketler anketler var. Nurgun teşkilatlarınki var. Bularni hem de bu da şu namoyishninki Avrupa Birligiga arz qilish uchun bunu sunish lazım. Ama 1 milyonga qarshi 100 ming yig'ilgan bo'lsak bek yaxshi bo'ladi, ama bu chalı qolgandek turdi. İnşallah yana bir cho'ng namoyishni tashkil qilgan chog'da bir 100 ming nima anket chiqib qoladi. Agarda keyingi zamanda belki Avrupa Birligiga emas-da, misolga Birlashgan Davlatlarninki nimasida, Avrupa Birligida, mushta cho'ng xalqaro tashkilotlarninki aldıda mushu bizningki kuchimizni ko'rsatish va dardimizni yeziqlar bilan ko'rsatish degan faaliyetlerini ko'parak qilish. Ama ben dedim namoyish cho'qim natija alalaydigan bir namoyishni qilish. Shuningga bu namoyishninki ahamiyati cho'ng, fursati bo'lgan, ya'ni imkoni bo'lganda qatnashsa bo'ladi. Xil uslublar bilan, misolga o'tganki namoyishlarmi yaxshi bo'ldi. Misalga yüzge maske takıp Sharq Turkistonning bayrog'i yoki Sharq Turkiston bayroq rengi bilan o'ygan misalga maskeler, ondan keyin ayol kishilar beshiga o'rgan bayroq renkli, manda yog'liqli degandek, ondan keyin yaratıcılık deymiz. Xalqlar o'ylab yetmagan ba'zi nim deymiz obje, yani buyum. Ajdan narsalar chiqish xalqlarninki ideyasida qoldigan, isida qoldigan shunday bir narsalar chiqish balki bu namoyishninki ta'sir doirasini texmi uzatgan bo'ladi. Misolga o'tganki namoyishdagi ba'zi abamandab o'tgan maske taqilgan resim har yerda ishiltadi. Sharq Turkiston degandan keyin Uyg'ur degandan keyin ashnalar ko'rsatyapti. Demak, o gapda şununla biz təsirlik nəslərini yaratish lazım və xalqlarınki qalısında qalıdığan və gizlilərdə yezilib qaldığan müştaq bir obje, yani buyum deyimizmi, yani nəsline bilə çıxan təqdirdə bir yerdə həmimiz dava üçün çıxmadığımız bir təşkilat üçün çıxmayadığımız, ama bunu təşkil qılğan təşkilat Dünya Uyghur Kurultay boğaşqıla Uyghur Kurultayınınki namoyishgan demay, dava uchun ketib borman deb ma'angla berish lazım. Çünkü namoyishni cho'qim bir tashkilot tashkil qilish lazım. O devletden ruxsat olish lazım. O devletning xavfsizlik tashkilotlarida so'zlashish lazım. Ve ularga ba'zi va'dalarni berishga majbur qilsa, ya'ni jidal chiqarg'izmaymiz, tosh otqizmaymiz, tuxum otqizmaymiz degandek. Türkiye'de mi şunda, yani vədi berdiğen gap. Degandek bu bir teşkilat bunu ayaklı değil ama Türkiye'de yani bir yetekçilik, yani bir işine ilip vardığı bir teşkilatta ihtiyaç var. Bu teşkilat bunu kılıvatıdı. Ve razı olsun. Şu Avrupa'daki Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki yerinde, kelbisinde belki New York'ta
kılalaydigan çoğun namayişlarni mı oylaşqa kerak ve şundaqla bundan keyin şu Tibetler bilan, Moğollar bilan, Tayvanlıklar bilan, Vyetnamlıklar bilan, şu Filipinliklar bilan ama birlikte hareket kılıp bir namayişlarni mı teşkil kılıb olur endi. Bundan keyin aşılar çoğun da keng kölemlik namayişni mı oylaş lazım deb oylayman. Allah razı olsun, rahmet. Men rahmet Köp aytaman. vaqtlarını aldık. Qarindoshlar oxirgi so'zlari bo'lsa olay. Yani okşaş deymen. Çünkü bir saatten köp onda çidap anlaşma biraz kıyım. Meni okugucularım en köp olsa 45 minut anlaydım. Ammo biz alqiliq paytda hozir. Şununla çidap durup sabır kılıp meni anlaganlar için Allah sizlerden razı olsun. Eğer de azraq bir ilham, bilim bergen bolsam, ben naydı xursand boluman. Allah razı Sizlerge olsun. köp rahmet. Nəhayət köp ilham, cəsarət, ümid, bilim alımız hər qətim. Bunun üçün ikramımızda hər zaman xalqımızga özlərininki bilimlerini, ilimlerini aymay berib otlar. Hər vaqt tayyor olub inşallah. Allah sizden razı olsun, köp ecir bersin inşallah. Allah sizlerden mi razı olsun? Hüseyin Bey, sizgimiz rahmet. Meni ekranga ağınız için. Allah rahmet kılsın, Allah razı olsun. Yani bir qıtımlıq programımızda inşallah yani görüşüp yani nurgun meselelerine cevap izleyimiz. Rahmet, aziz Ben qarindoshlar. Hem de hava rayı anlatışımız bilen bizimki programımız devam kıldı. Bugünlük bu haber ve mülahize sohbetimiz bu yerda yaklaştı. İnşallah yani bir qıtımlıq haber ve mülahizede erken bilen görüşmek üzere. İnşallah hem Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. Aziz көрерменler, hazır huzurunlarga vatanimiz Şarkı Türkistan'ın ve halkıradaki bazı devletlerin paytaxtının bugünkü hava rayının planı bakıyor. Ürümçiler, hava uçuq. Tüven temperatürü 2'den yukarı temperatüre 10 Celsius gradus düşer. Sancıda hava uçuq. Tüven temperatürü 3'den yukarı temperatüre 16 Celsius gradus düşer. Taşyerik'te hava uçuq. Tüven temperatürü 1'den yukarı temperatüre 16 Celsius gradus düşer. Korlu'da hava uçuq. Tüven temperatürü 2'den yukarı temperatüre 16 Celsius gradus düşer. Lulçı'da hava uçuq. Tüven temperatürü 5'den yukarı temperatüre 12 Celsius gradus düşer. Harmayda hava uçuq. Tüven temperatürü 5'den yukarı temperatüre 12 Celsius gradus düşer. Börtalada hava uçuq. Tüven temperatürü 1'den yukarı temperatüre 13 Celsius gradus düşer. Kurpan'da hava uçuq. Tüven temperatürü 7'den yukarı temperatüre 20 Celsius gradus düşer. Çöyçek'te parça bulutluq. Tüven temperatürü 4'den yukarı temperatüre 13 Celsius gradus düşer. Altay'da kar yağdı. Tüven temperatürü 0'dan yukarı temperatüre 9 Celsius gradus düşer. Kumul'da parça bulutluq. Tüven temperatürü 0'dan yukarı temperatüre 15 Celsius gradus düşer. Aksu'da hava uçuq. Tüven temperatürü 4'den yukarı temperatüre 18 Celsius gradus düşer. Qashqarda hava uçuq. Tüven temperatürü 3'den yukarı temperatüre 17 Celsius gradus düşer. Atışda hava uçuq. Tüven temperatürü 4'den yukarı temperatüre 19 Celsius gradus düşer. Kotan'da hava uçuq. Tüven temperatürü 4'den yukarı temperatüre 20 Celsius gradus düşer. Tumşuk'ta hava uçuq. Tüven temperatürü 1'den yukarı temperatüre 19 Celsius gradus düşer. Manşiga tutlar. Tüven hava uçuq. Tüven temperatürü 8'den yukarı temperatüre 15 Celsius gradus düşer.
parça bulutlu. Tüven temperatur 9'dan yukarı temperatura 13 Celsius gradusgacha. Tokyo'da parça bulutlu. Tüven temperatur 13'ten yukarı temperatura 23 Celsius gradusgacha. Oslo'da hava uçuk. Tüven temperatürü 7'den yukarı temperatüre 11 Celsius gradusgacha. Stockholm'da hava uçuk. Tüven temperatürü 4'den yukarı temperatüre 10 Celsius gradusgacha. Paris'te hava uçuk. Tüven temperatürü 4'den yukarı temperatüre 16 Celsius gradusgacha. Brüksel'de yağmur yağdı. Tüven temperatürü 6'dan yukarı temperatüre 15 Celsius gradusgacha. Cenne'de hava uçuk. Tüven temperatürü 5'ten yukarı temperatüre 17 Celsius gradusgacha. Amsterdam'da parça bulutlu. Tüven temperatürü 7'den yukarı temperatüre 13 Celsius gradusgacha. Sydney'de parça bulutlu. Tüven temperatürü 7'den yukarı temperatüre 15 Celsius gradusgacha. München'de hava uçuk. Tüven temperatürü 6'dan yukarı temperatüre 13 Celsius gradusgacha. Adelaide'de hava uçuk. Tüven temperatürü 12'den yukarı temperatüre 26 Celsius gradusgacha. Helsinki'de parça bulutlu. Tüven temperatürü 3'ten yukarı temperatüre 12 Celsius gradusgacha. Ankara'da parça bulutlu. Tüven temperatürü 8'den yukarı temperatüre 18 Celsius gradusgacha. İstanbul'da parça bulutlu. Tüven temperatürü 14'den yukarı temperatüre 20 Celsius gradusgacha. Mekke Mükerrem'de parça bulutlu. Tüven temperatürü 26'dan yukarı temperatüre 36 Celsius gradusgacha. Medine Münevver'de hava uçuk. Tüven temperatürü 24'den yukarı temperatüre 36 Celsius gradusgacha. Dübey'de hava uçuk. Tüven temperatürü 29'dan yukarı temperatüre 35 Celsius gradusgacha. Almuta'da parça bulutlu. Tüven temperatürü 2'den yukarı temperatüre 16 Celsius gradusgacha. Bişkek'te parça bulutlu. Tüven temperatürü 4'den yukarı temperatüre 19 Celsius gradusgacha. Taşkent'te hava uçuk. Tüven temperatürü 8'den yukarı temperatüre 24 Celsius gradusgacha. Aziz ko'rganlar, hozir Madina Sharq Turkistonning ve har qaysi davlatlarning poytaxtining xabar aydın ma'lumot berdi. Ko'rganinglar rahmat, xayr xo'sh. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Tövende hava aydın ma'lumot aldinglar. İnşallah bugünkü haftalık muhim xabarlar programmamiz davomlashadi. Tövende bizningki Firqat qarindishimiz bilan birga Abdurahim qarindishimizga men nimani o'ylayman. Bular bilan biz bugünkü suhbatimizni davom qilamiz aziz qarindoshlar. Yani uzunlarning xabari bor. Bugun xalqaroda xizmat qilayotgan yoshlarimiz bor. Bulardan bir qanchasi bugun bizningki ikronimizda ziyoratda bo'ladi. Abdurimjon, ikronimiz xush keldingiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum ekrandagi qarindoshlar, hammanglarning kech xayrli bo'lsin. Allah razı olsun. Men Firqat qarindishimizni ikron qilib olay, undan keyin sizlar bilan suhbatimiz davom qiladi. Bo'ldi. Qarindishimizning oralda ikroni bo'lolmayotdi. Shundaqdimi so'zni men sizlarga berib tursam,
Bu xizmatli qaysi shaklda ketyapti, davom qilyapti. Buningdan qarindoshlarimizga biroz ma'lumot bersizlar, bo'lsa biroz kichikkin 1 santimetr pastga qartib qo'ysizlar kamerani. 1 santimetr. Rahmat. Assalomu alaykum ekrandagi qarindoshlar. Bizniki menimcha yolg'iz kishilik namoyishim hozir 4-chi qadam qo'ydi. Men 6-chi aylikka 23-dan boshlagan bu yolg'iz namoyishni hozir 10-chi aylikka 23-dan olib degan men taxminan 4 oy bo'ldi bu namoyish qilib. 4 oy ichida faqat shanba namoyish qilolmadim. Bu namoyish qilmasning asosiy sababi Amsterdam Dam maydonida boshqa faoliyatlar o'rnashtirilganligi uchun mashinalarning kirishi eg'izini to'sib namoyish qilishga ruxsat bermaganligi uchun orliqda namoyish qilolmadim. Masalan, tunugun 3 kun mashina o'xshash bir faoliyat bo'lib qoldi. Marafonchi yugurish faoliyati. Bo'lganlar uchun komisar bütün yo'llarni qamoqlatib uchun namoyish qilolmadim. Allah hazkileri anlaştırma namoyishimni. Allah razı olsun. Buniki nimischa unumi qanday bo'ladi? Unumi yaxshi bo'layotdi, hamda ko'rinarli bir unum kirilib, bir netin chiqadigan bir holatda nimis emas, bu namoyish uzun suradigan ahvol ish. Hamda hozirgacha xilchi qadamlarni diqqatlarini tortyapmiz. Masalan, bir Gollandiyalik yerlik bizniki bu Uyg'urlarniki beshiq kelgan bu zulmlarni, ya'ni Xitoy tajovuzchilarininki sharqda qo'ygan etnik qirg'inchiliklari ba'zi Gollandiya ham ta'sirlantirdi. Shunga bir Gollandiyalik va hozir vaqt chiqsa, kelib qarish beryapti, hamda namoyishlarga keldi. Men bilan birga haqlarni so'zlab tushuntirib, tashqariqlarni taqib qilayotganlar bor. Yani bir Gollandiyaliklar oldin qapda kurashdi, Gollandiyaliklar. U maktabda avvallarimiz kirib qisqib, hozir Facebookda meningki Gollandiyalik Uyg'urlar davosi. Furqat qarindishim nayt yaxshi hozir ekraningiz yaxshi chiqdi. Biroz keyiniga o'ltirsangiz bo'ldi. Uyg'urlarga qiziqadigan Gollandiyalik yerliklarniki yordam berish. Keyinigim bo'lib ketmasin normal shaklda. Qilib qo'ydi yozmani. Endi oniki nimiz ne saqlawatimizda hamda kim bu ishga qiziqadiganlar bo'lib qolsa deb. Ya'ni Amsterdam Dam maydonida Falastin haqqan davosini qo'llayotgan Gollandiyaliklar var emasmi? Shular mening ishimga qiziqib, bular hamda mana shu qadam izlayotdi. Gollandiyaliklardan hamda işte shu qatnashchilarga yordamlashadiganlar. Rahmat. Men sizga hozir so'z beraman Abdurimjon. Furqat qarindishimizni yaqindan bir tanib olsak, tomoshabin qarindoshlar, ko'ychilar tanib olsa, Abdurimjon sizlar sol tarafga 2 sm, Furqat qarindishim o'ng tarafga 2 sm. Biraz sürülsanglar, ekranın o'ttirig'iga kelasizlar, mening ekranimning o'ttirig'iga. Shu o'zinglarning ekranini o'lchasanglar meningkiga to'g'ri kelmay qoladi. Xo'sh, Furqat qarindishim sizni men biroz taniyman va bu qitimliq Indiana universitetida qilgan xizmatinglarni Facebookdan ko'rib, jiddiy shaklda aloqa qilib ekranimizga kelishga tirishdim. Ya'ni az bir ish emas, 10 soatlik uzun yo'lni besib shu yerda xalqaroga bizningki dardimizni anglitib qaytib keldinglar. Sizni bir qisqacha tanib boqamdiq, agar xohlasangiz, undan keyin endi suhbatni boshlasak. Assalomu alaykum. Akalar, dinkenin barliq ihraldagi ko'rayotgan qarindoshlar, bundan keyin ko'rgan qarindoshlar. Mening ismim Furqat Javdat, hozir Amerikaniki Virginia shtati, Washington DC'ning indiki qo'shni shtat turma. Amerika kelganimga 7,5 yil ishib 8 yil qarab mandim. Amerika grajdan bo'lib bo'ldim. O'tgan hafta Husayn tajalliyamiz degandek juma kuni payshanba kechda yo'lga chiqib 10 soatda haydab Indiana universitetiga bordik, 2 kun faoliyat qatnashdik. Shunchalik obdan ta'sirotlarga erishdik, baholarga erishdik. Yangi nurg'un uzgun narsani uzgunib keldik. Uning keyin bunga qilgan ishlarimiz to'g'riliq plandan tuzib keldik. Akşamki saat 10'da keldik. Birga degan ish keldim hozir ishxonada. Ya'ni sizga shunchalik jiroqmi u ya 10 soat yo'l minibsizlar? Aeroplan bilan nima ish qilganmi ya? Beshida buni men anlaganga bir 3 haftaga qoldi, Ro'shalim degan shu
Amerika'nın kongressida bir qitimliq bir yig'in bo'lgan chog'da. Shuning bilan ashkuni qaytib biletlar ko'rgan, biletlarni ko'rib, qildiq uning keyin oraliqda bardiq odam jiq bo'ldi, azaydi bir nechasi maktabda o'qiyotgan o'quvchilar yoki ishdan ruxsat olmaganlar bo'lib. Shunda hammamiz tang berib, tankilan bo'lib, oxirida mashina olgan bo'ldik. Ham oxir borgan sirada aeroplan bilet qarsam bo'lib, Maşu hazır mı? Özüm iştahatdan işleyen bilen yıkana yakı apamның iştipeydi, tukalanın iştipeydi. Demin işim çıkırıp git vardı. Şu an aşağı maşinemde 10 saat eydi sekmanda birinciden çıkemiz. Emimiz nispeten edaka bir özara düşündüğün fırsat buludu. Onun için de Roşa basadımız var. Onun kayının Ekrem akımız var. Meçedik yılaki Amerika Uygur Akademisi'nin ki başlığı lideri sekim oldu. Akımızdan ayağı ben keyin İsmail Osmancan özümniki nevrakam bir nevr tutkunum. Hep beşimiz bağlı, beşimiz yolda berip gidiş 20 saat jarayonda küçük obdan münazara ayıp bağlık. Nurgun neslen düşünüp aldık, bilip aldık. Hem özümüz teklif fikirlerimiz bir bölüm amaçladık. Allah razı olsun. Hoş. Sözünüzden ayğın davetin memnun edim. Ayrıplan bağlan qaraganda gerçi japalatkan bolsak moyla düşünçülük bir molosoluk oldu dep qarayman bu. Bu işgüllük faaliyetler nurgun eselgen dok, onun keyin yolda berip gidiş jarayonda nurgun obdan münazirler oldu. Rahmet. O Indiana Üniversitetida nima ishlarni, nima faoliyatlarni qildinglar? Men birozdan keyin so'rayman. Hozir Abdurimjonga so'z bersam, men Abdurimjonninki bir qancha parcha 4-5 parcha surat bor, men uni ekranga chiqarib turman. Abdurimjon bugun biroz yorug'un, ya'ni arg'in ko'rinsizlar-ku. Bak ishlayotdinglar. Ya, shunday kuni qolib o'xshaymiz. Ishlagandek yetib qoldik. Biroz xiyolchan, arg'in. Ko'ryapman, jushqun oltinlar bilan qarindoshlarımizga bir to'rt og'iz o'zinglarning qilayotgan xizmatinglarni nima qilsanglar va bugungi bu programmamizda asosliq o'tirib qo'ydigan masalalarni o'tirib qo'ysanglar, agar suratni chiqarib nima xohlasanglar men siz degan vaqtda chiqarib bersam bo'ldi. Marhamat, so'z sizda. Buldu suratni chiqaslar desak bo'ldi. Bugungi bu suhbat asosliqni o'tirib qo'ygan narsa men o'sha 6-oyninki 23-kuni Gollandiya parlamentining oldida yolg'iz kishi namoyish qildim. Undan keyin Amsterdam Dam maydonida, Amsterdam Dam maydonidagi jo'grafik o'rin intayin muhim. Hammamiz bilamiz, butun dunyodan kelgan sayohatchilar shu Amsterdam Dam maydoni ko'rmay ketmaydi-da hamda. Shu jo'grafik o'rni ham budagi sayohatchilikni jalb qilishimiz bek yaxshi bo'lganligi uchun bu o'rindan foydalanib yolg'iz kishilik ko'rgazma shaklida namoyish davomlashtirish jarayonida nurg'ulg'an kishilik huquq faoliyatchilarininki shu Dam maydonida yolg'iz namoyish qilish jarayonida Yevropa Ittifoqininki kishilik huquq oliy komiteti bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki kishilik huquq oliy komitetiga imzoli xatlarni o'sha Gollandiyaga kelgan sayohatchilarga imzolatayotganligini ko'rdim. Ham bo'laman dedi, sen Uyg'urlarning hozirgi Xitoy tajovuzchilarining zulm ostida ko'rgan zulmlarni qisqacha yezib, o'sha jadvallashtirib, o'sha kelganlarga imzo qo'ydirib, Yevropa ittifoqidan BDTniki kishilik oliy komissiyani avatib bersang, buni jiq qoidasi bor deb bular taklif bergandan keyin men o'shaning taklifi bo'yicha buni jadvallashtirib, ishga nimani tayyorladim. Buni hozirgacha o'zim yolg'iz imzo qo'ydirib kelgan. Buni davom ettirayotganimni 2 oydan oshdi. Orliqlarda ana resimlarni chiqarib qo'ysalar, ko'rsatsak yaxshiroq bo'ladi hamda. Buni asos mazmuni nima deganda, asos mazmuni Sharq Turkistondagi, ya'ni Uyg'urlarningki hozir kishilik huquqining nacharlashib ketganligini asos tema qilgan. Ya'ni Sharq Turkistonning 1949-yil Xitoy tajovuzchilari tomonidan besilib, isminiki Xinjiang Uyg'urlar o'zgartirilganligi, shuning yog'i Uyg'ur qatorliq boshqa turk millatlarningki kishilik huquqlari dafsanchiligininki bugun kuniga kelganda buni haddan ziyoda ezib etnik qirg'inchilikninki boshlanib ketganligi qisqa so'zlab tushuntirish orqali bir qancha xil talablarni o'tirib sungan. Bunun birinchisi Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning kishilik huquqiga hurmat qilinsa, Sharq Turkistonda qurilgan jazo lagerlarini taqash, etnik qirg'inchiliklarni, madaniyat qirg'inchiliklarini to'xtatish, undan boshqa mushu ko'zga ko'ringan mashhur shaxslarimiz, yozuvchi, shoir, olim, doktor, professor, diniy olimlarimizni Xitoyniki jazo lagerlaridan turmlaridan qo'yib o'tish asos mazmun mushu.
bu sistemini yürütüp bergen yani petition imzalı xat bunun hazır kadar ben 2000'e yakın imza toplap oldu bende. Şembe namoyish jarayonida bunayı nerede dünya Uygurlar igicek Uygurlarni bihuda töhmet bilan jazo lagerlariga band qilinib degan Uygurlarning mashhur shaxslarni qo'yib yasson degan lozungini hozir yoslamoqda. Xudoyim bo'lsa shu pat yaqinda Amsterdam maydonida ko'rgazma quyosh orqali teqdimmi chet elliklarniki diqqatini tortgan buningda. Asosli qilasam shu imzoli xatga qo'l qo'yish uchun butun Uygurlarni chaqirib qilaman. Shu bir asla bir ko'z qo'ygan bo'lsak. Bo'ladi, men hozir sizningki so'zlayotgan vaqtida suratlarni chiqardim. Bizning yayindan biroz masala ko'rilyotdi. Yani bu jadvalda 3 nimda tarkibda qo'ygan birinchisida ism familiyasi bor. İkincisi turistlik devlet adresi ve yoki elxat adresi. Üçüncüsüge imza. Bularniki to'ldirgan vaqtimizda diqqat qilgan narsa latincha yozimizda yozgan narsalarni o'zimizniki ma'lumki Uyg'ur yozishimizda latin shaklini qo'llab yozsak bo'ldi. Ikkinchisiga yozganda qaysi davlat o'qqan shu davlat tavalligini va yoki elxat adresi yozib qo'yish bo'ldi. Uchinchisiga imza. Yani bu xat yazgan vaqtimizda cho'qim xatimizning pochirkisi birisi o'xshab qolmasligi kerak. Masalan, bir uyda 5 odam bor deb topqalsak, rayon imzoni bir odam qo'yaplarki, ikki xil nomda qo'yib qo'yish bo'lmaydi. Chunki xat pochirkisi o'xshab qoldi emasmi? Shunga cho'qim xat yozgan vaqtimizda xatda pochirkisi o'xshamaydigan odam yozish kerak. Bu narsani men hozirgacha 2000 yaqin to'plagan imzolarning hech qaysini xat pochirkisi bir-birisiga o'xshamaydi. Ya'ni men hozirgi dunyoning hamma davlatdan kelgan eng kamida 25 devletdeki adamlarniki imzalık nimsi var, cedvelmen tolduraqlık var bu nesler. Şunaşqa bu qatim hem dünyanın hamis Amerika, Angliya, Germaniya, Fransiya, Türkiye, Bosmuş, Kazakistan, Kırgızistan devletlerden her bir devletin 100'den Bosmuş 4-500'den şunu imzalık koydurup ağaç yerlik kapkasa texim cık bulundu buna. Hani kendini ekkirsek paylık tarafları bor deb qarayman, chunki buniki mamlakatda namoyish qilgan boshqalar buning foydasini ko'ryaptiki, shular tavsiya qilganlik uchun men bu faoliyatni o'zim davom ettirib kelgan. Hozir ham siz shu yig'inchoqlam eshitsak qarindoshlardan nima talab qilasizlar asosli? Talab qilgan narsa mening mushariki endi vatanda bo'lgan zulmni anglitishga buni BDTga imzoli xat shaklida yo'llab ashadagi bo'lgan zulmni to'xtatish, jazolarni taqash, bizniki Uyg'urlardan chiqqan sarxillarimizni qo'yitishga bir kishi yasdan bo'lib qolib qolsin, shunga bir ovozimizni anglitaylik degan qarindoshlar bo'lib qolib qolsa, men buni imzo qo'ydiradigan, men yordamlashay desa, men bu xatni evatib beraman. Tayyorada bu ikki betlarsa, buni ikkinchi betga butun bizning ahvolimizni tushuntirgan narsa, birinchi betida shu 13 tal aloqa katakchi bor. Shu 13 tal katakchiga 13 adam imzo qo'ya oladi degan gapda. Buni men word shaklida evatib beraman. Shu qaysi bet qarindoshlar qolib qolsa, shunga yordamlashib shundan bir 50 nusxadan 100 nusxa imzo qo'yib bersa, yana 1300 dan imzo to'plan degan gapda hamda 10 davlatdan qo'ydirib qolib qolsa, yana 13 ming imzo tayyor bo'ldi degan gap. Buni keyin biz pat yaqinda Yevropa ittifoqi bilan BDTniki kishilik oliy komitetiga evatimiz bu narsalarni ekanchu. Mushcha men kutgan narsam shu. Hozir men sizlarga so'z berman. Yayinni men yana qaytadan boshladim. Turib shu virus hujumiga uchqab ketyapmiz. Uning uchun ba'zida yayın vaqtli uzilib ketadigan ahvollar ko'rilyapti. Xo'sh, endi so'zlasizlar bo'ldi. Ya'ni bu faoliyat qanday o'tdi? Bu to'g'risida bizga bir nima bilasizlar? Endi men o'zimnikidan boshlashdan burun Abdurahim G'ani aka shunchalik obdashdan qilyapsiz. Rahmat. Garchi bu yolg'iz namoyish deb boshlangan bilan bu oxirgi bag'onsilik imzo to'plashga başka xalqlarga, başka davlatlarga Uyg'urning ahvolini tushuntirishga qarab menyapti. Bu namoyish emas hozir. Shunchalik obdashdan qilyapsiz, Xudoyim bersa, qog'oshingiz rahmat. Endi o'zimizdan shu qaytib kelsak, biz Indiana University'da birinchidan Indiana University Amerikaniki o'rta shtatning bir so'g'an Indianaga joylashgan balki cho'ng maktabga bizning atrofimizda nurg'un da'vat cho'ng maktablar bor, biroq u ko'p maktab ko'rib rasepsam azroq hayron qoldim. 60 ming o'quvchi bor ekan. Biz borgan Bloomington degan bir shaharda 80 ming odam bor ekan, biroq ashning 60 ming o'quvchi ekan. Bu yerda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarimiz, do'st birodarlarimiz bor. Hali bor ekan 5-6-7-8 o'qituvchi. Uning eng muhimi Amerika bo'yicha birdan-bir Uyg'ur tili darsi bor.
maktabdan birisiga. Undan keyin bu yerga biz Washington DC atrofidan 10 nechimiz borgan bo'ldik. Atrofga boshqa shtatlardan kelgan Uyg'urlar bilan 20-30 dek bo'lib qoldik. Bu yerdan amerikalik professorlardan, o'qituvchilardan Darren Byler bilan Timothy Groves ikkisi Uyg'urlar tadqiq qilgan Uyg'urlar uchun shu bizning Urumchida, masalan, Qashqarda yoki G'o'jda shu Uyg'urlar orasida ko'p necha yil yashab, Uyg'urlarning mijoz xarakteri, madaniyati, tili, yeziki, hamma narsani o'rganib, bevosita beshdan kechirib, hozir bo'layotgan ishlarni shu ilm fan texnika jihatdan yoki masalan, fan sohasidan tushuntirib berdi bu yerda. Beshida ishqisi tushuntirdi. Undan keyin bu yerda o'zgan beshimiz bo'ldik. Dilshod Asakimiz Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi. Shu rasmlar orqali, faktlar, nomerlar orqali 1973-yilda deyman Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki chiqargan qonun bo'yicha genocide, masalan, milliy qirg'inchilikninki har bir turli talabi, masalan, qanday bo'lgancha milliy qirg'inchilik hisob bo'ladi degan narsani bir misollar tushuntirib berdi. Tushuntirib oxirida ashad o'tgan hammasini bu haqiqatan bir milliy qirg'inchilik bo'layotibdi bizning vatanimizda Uyg'urlar nisbatan degan qarorga keldi. Undan keyin Ro'sha Abasadimiz bu vatanda bo'layotgan ish faqat vatan ichidagi necha million so'linib ketgan Uyg'ur yoki butun Uyg'urlar emas, butun dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan, masalan, Amerika bo'lsin, Yevropa bo'lsin, Turkiya bo'lsin, Qozog'iston bo'lsin, har qanday bo'lgan qishloqlarda bu mo'ylaqay erkin demokratik davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarga bo'lgan aks ta'siri, ularning turmushini qanday o'zgartirib, psixikasiga qanday ta'sir yetkazayotdi, qanchalik odam mash to'g'riliq bearam bo'lib, masalan, kasallik kirib bo'ladi yoki masalan o'lishni o'ylayotgan Uyg'urlar bor edi. Hep ash to'g'riliq tushundirdi. Endi oxirida men o'zim chiqib odatga bir Uyg'ur Amerika fuqarosi bo'lish suhbatim bilan Amerikadagi bir yerda masalan yashayotgan 7-8 yil yashayotgan bo'lsam, opam 2-6-si shu lagerga ketgandan buyon 8 oy 13 kun bo'libdi juma kuni. 8 oy 13 kun yoki mening turmushimdan qancha darajada o'zgarganligi, o'zimning turmushim emas, atrofimdagi aloqalarimniki, hatto xizmatga bo'ladigan masalan muomalam shirkatlar bilan, hatto shirkatga ish odamga hammasi qanday ta'sir yetkazganligi 8 oy 13 kun yoki bir kechimi bir to'liq uxlab baxmadan xotirjam uxlab baxmadan madaxchi bo'ldi. Bu endi Uyg'urlar desak hammamizning ahvoli shu to'g'ri. Biroq hammamizning beshida bir hikoya bor, har birimizning hikoyasini bir kitob bo'lib chiqadi. Hamda uni men Amerikada turayotgan bir Uyg'ur sifatida, Amerika grajdan sifatida ashlarga o'xshash, chunki biz so'zligimiz universitetning o'quvchilari. Men boshlang'ich o'quvchi bo'lgan bir mezgil. Ashlar bir necha yildan keyin jamiyatga qadam bosadi. Ashlarning o'rnida turib tushuntirib berdim. Hamda maqsad ashlarni bevosita bizningki og'riqimizni, bizningki ko'z yishimizni his qilish kerak deb o'yladim. Shunchalik yaxshi bo'ldi. Hammamizning beshimiz o'ziliq, beshimiz xil tarafdan Uyg'urlar hozir duch kelayotgan ishlarni yo'ritib berdik, tushuntirib berdik. O'zimizning shaxsiy hikoyalarimizni sharhlab, eng oxirida masalan mening so'zim tugagandan keyin 104 odam qatnashdi deb sanabdi bir birodarimiz. Ashlarning hammasi yig'lab o'tiribdi. Hatto Hanzo o'quvchilar borki, Hanzolar bu ko'zoynikining orasidan qo'lini tiqib, ishini aytib o'tiribdi deb shuncha yaxshi ta'sirga erishdik. Undan keyin bir necha taklif fikrimni berdim ularga. Uning ichida birinchidan gap uzoq ketdi, biroq endi birinchidan men bu boshlashdan burun ulardan shu yig'in zaldagi 100 necha odamning ichida qo'liga telefon ipla, apsiga telefon qilib, apsida xotirjam paralnisha oladigan, mayli hozir bo'lsin, mayli kech bo'lsin, mayli atgan bo'lsin, har qanday vaqtda apsiga jiddiy qo'liga telefon ipla paralnisha oladigan odamlarning bir qo'ldan ko'tarib desam, hammasi qo'lni ko'taradi. Shundan ular uni tushuntirib, bir odamga nisbatan o'zi yaxshi ko'rgan bir odamni, ota-onasini yoki ayolini bu telefon qilib paralnishish degan bek oddiy bir hukm bir inson nisbatan. Biroq 8 oyning yoki 8-chilik bir yillik insoniy huquqimizning bir odamiy huquqimizning bo'lmayotganligi.
nurg'on qaytam hikoyamda opamning tug'ilgan kuni, o'zimning tug'ilgan kunlarimda shu telefonni qo'limga ilib, besishga jur'at qilolmaganligim chunki bossam u yoq odam yo'q odam. Deb ash orqali tushuntirib, hammasini bir xil jalb qilish orqali o'zimning hikoyasini tugatdim. Oxirida birinchidan shu narsani birinchidan social media masalan Facebook deymiz, Google deymiz yoki Twitter deymiz. Ash orqali atrofingda uyg'on izlanglar. Ashlardan paranglashinglar, ishlarning hikoyasini anglanglar. Chunki bu haqiqat bo'layotgan ish. Xabarda anglaysizlar deb me'yadim degan demak shu bir muhim nuqta. Nima Turkiyadagi Abduvali Ayıp'ımız deb to'ylab Uyg'urlar sonmi yoki bir millatmi deb. Biz 3 million deymiz, balkim 4 million, 5 million, 3 million, 4 million, 5 million desak, xalqning pulqiga u bir son olindi. Birinchidan, ikkinchidan bizning vatanimiz Osiyoning markaziga joylashgan. Amerika turib men boshladim. Bu haqiqatan bo'layotgan ish. Hozirning o'zida men shu so'zimni boshlagan 6-7 minutdan ichida cho'qim nurg'on odam o'lib ketib bordi, ashyoda nurg'on odam qiynalyapti. Bu haqiqatan bo'layotdi. Biroq sizlar xabarni o'qisanglar yoki bizning so'zimizni olsanglar yoki bir yerda videosini ko'rsanglar, u bek jiroqda bo'layotgan narsa. Chunki u 6600 mile masalan keldik, 10 ming kilometr keldik, shu Washington DC bilan Virginia orqali. 10 ming kilometr yer sharniki yana bir tarafdagi, yana bir qit'adagi bo'layotgan ish bek jiroq bilinadi. 3 million is voyjon deydi, biroq dunyoga nisbatan so'nib ketgan Uyg'ur 3 million bo'lsa, menga nisbatan 3 milliondan chekib bir so'nib ketgan opam, menga nisbatan butun dunyo. Ashuni his qildim, ashuni tushundim. Undan keyin u so'nib ketgan Uyg'urlar emas, uningki atrofidagi ashlarning savod ishi yoki maktab ishi yoki faqat bir odatki Amerikadagi vatan ishiga qanday ta'sir ko'rsatganligini, qanday aks ta'sirini yetayotganligini, turmushimiz qanday barbod bo'lib qolganligini deb ham qayta bir ta'kidlab ularga. Undan keyin shu to'r orqali, internet orqali Uyg'urlarni izlashni, ashlardan maslahatlashni, ashlarning hikoyasini anglashni, ashlarniki sezgirishni tan quloq solib anglashni, ular tasalli berishni, ular uchun duo qilishni, eng muhimi ular uchun bir ish qilib berishni o'tindim. Ikkinchidan, men o'zim bir dada 2 yoshli qizim bor. Ularga dedim, men bir dada, sizlar bir kelgusida ota yoki dada bo'lsizlar, sizlarning bolalarga kelib 5 yildan keyin, 10 yildan keyin yoki 20 yildan keyin tarix kitobini ko'tarib kelib 2018, 2017, 2019 shu boshqa bir Sharq Turkiston degan bir yerda ya bo'lmasa Jongonomada bir yerda necha million odam o'lib ketibdi kelsa, shu vaqtda nima ish qilgan? Chunki bu ish bir qaytam ikki dunyo urushida bo'lgan 6 milliondek yahudni qirib ashdan keyin butun dunyo hammani qilyapti. Biroq tarix o'tib bo'lganki, tarixda yozilib bo'lgandan keyin ketgan odam ketib qoladi. Kelgusida balan kitobni ko'tarib kelib, nima ish qilgansan, dada yoki opada nima ish qilgansan shu vaqtda Uyg'urlar uchun ashlarni qutqarish uchun bir ish qilganmisan, so'zlaganmisan, bir harakat qilganmisan degan chog'lar. Ota-ona bo'lish sutimiz bilan, majburiyatimiz bilan bolalarimizga balam shu vaqtda mashta qilgan, mashta qo'limdan kelib so'zlab chiqqan, ashlardan bilib turgan mening Uyg'ur aloqalarim borki, do'st birodarlarim borki, men ashlardan tan qilgan, deyaladigan bo'lishimiz kerak hammamiz. Deb ikkinchisi bunu dedim, uchinchisiga beshida telefon to'g'riliq so'rag'anim o'xshash. Ham yomon bekilaki hamda o'zimni yig'lab ketdim. Aslida opam bek sevindim. Opamdan bek yaqindim. Ham nurg'on odam yig'lab ketdi u yerda. Shuni eng oxirida gapimni chiqmay qoldi butun, biroq eng oxirida uchinchisiga ashyoda qo'lni ko'targanlar hammasi chiqib opasiga telefon qilishni boshlagandan keyin telefon qilib opasi bilan o'zining opasida telefon qilib parangish olsa qanchalik baxtli his qilganligini bilganki bu mening hikoyamni olgandan keyin opasini qanchalik so'ydiganligini deb berishni, ham mening hikoyamni, Uyg'urning hikoyasini ota-onasiga deb berishni, atrofidagi do'stlarga deb berishni, ham jiq odamga taqtishini o'tindim. Shunchalik obdan ta'sir oldi. Keyindan chiqib 5-6 Amerikada o'quvchilar kelib quchoqlab, yig'lab turib, opamning hikoyasini oldik. Hammamiz tilaymiz, duo qilamiz, biz nima ish vaqt qilgan, qanday yordam qila olamiz sizlarga deb shunchalik yaxshi ta'sirotlarga erishdim. Undan keyin bizga bir fash xat kelibdi, bir o'quvchidan. Shu so'zlagan hikoyasini olib, xeyli bir vaqt yig'lab chiqdik, atrofimizga dedim. Tanlan bilan bizning hukumat a'zolarimizga telefon qilib, Uyg'urning hikoyasini anglashni, Uyg'ur uchun bir ish qilib berishni o'tindik. Ota-onamizga telefon qildik, atrofimizga do'stlarimizga dedik. Demak, shunchalik yaxshi bo'ldi bu faoliyat. Ashyoda bir yuzlarcha odamga o'zimizning hikoyasini bevosita anglatdik, bevosita his qildira oldik.
bevosita yurtga tegdi hikoyamiz. Uning keyindan chiqib shunday yaxshi bir yangi narsani o'rganib keldik. Oraliqda bir savol, ikki savollar chiqdi. Bu birinchi kun bo'lgan faoliyat juma kundagisi. Bu ilaman ta'sirlik bir yig'izar aralashgan faoliyat bo'ldi. Endi shanba kungi faoliyat berishdan burun Ro'shabal bilan bir narsadan paranglashgan bo'ldi. Paranglashib, men 5 dedimda, ishlarga biz bir guruh qurgan 7-8 kunimiz bor holda. Deganimda mencha hammamiz Kastumburgga Galis bilan birga Adam dopimizni, konvoy klinikimizni evalaydi. Qizlar chiman dopi bilan Addas klinikini yapib olsin. Chunki madaniyat markazi bo'ldi, madaniyat bir faoliyat bo'ldiki, o'zimizning uyg'urligini ifodalab chiqaydi yashaga. Desam, qanday bo'ladi degan bir gaplar bo'ldi. Chunki gap so'z yomon chiqdi hozir uyg'urlar orasida. Bo'pma oldida men vatqalar uchun bekchiq chiqdi, balkim hamda mening uchun bu chiqishi mumkin. Bu nereden paydo bo'ldi deb yoki boshqa anglab baxmam, o'ylab baxmam bir gaplar. Biroq bu daqla baxmamiz emas. Deb chiroq tushundik. Şəbəkə fəaliyyətimiz 200 kişi qaldı. İşini görüb hayran qalğan bu üçün çox. Nəsilə Amerika futbolu ilə şəbəkənin keçdi fəaliyyət var ki, bu Amerikalılar bu futbol bəqqiz qılıb. Başqa nəticə icra elədən elə maşınlarla eydib kilib əşnadır qonaq qıldı alan var ki, çünki özümüz yataq alanmı da bu çağırır özdə. Bizim ənsirgən bu üçün çox fəaliyyətdə bu Amerikalılar arasında biz adam qıtılamadı. Biroq 200 kişi qalıb patmay qaldı axırlarında. Bu sorunla başlanışdan burun tamaklarımız, etrafımız, kerimlaşlarımız, hediyelerimiz, itibak yaptı, hem tamaklarını kılıp yüzümüzden yerli tamaklarını. Hemisi yap, bütün zalıyla Uygur tamak probi, hem madem yap şuncak yaxşı bağla veriştik. Onun keyinden yeni bir neser aslında unutqatmaya bayıp, Nazaket, Alice Anderson, bırak Nazaket'e Uygur ismi ölen Uygurlarsa tonalgan, televizorlarım çıktı, hemimiz bilimiz asasiyetten. Aşkımı bağış faaliyette aşkını, beşli başlanğanı tartib ahırgı çıqlab çıktı. Çünki 8 yıldan ahireten vatanga berip 9-3 yıl töşelek turuptu vatanda. 3 yıl töşüne yakın nurgun Uygurlar aralashdi, nurgun Uygurlar madaniyatiga cho'kib kirdi. 8 yıldan ahireten berip qanchalik o'zgarib ketganligini ko'rib, 5 yildan oxirigacha yig'lab chiqdi. Chunki o'zi ko'rib keldi vatanda, o'zi his qildi bevosita. Aşkız bilan yana bir birodarimiz riyosetchilik qildi. Belki bu videonun bölümünde aşağıdaki çünkü obdan buldu. Bu fakat nakş usul emas. Nakşı yükleş usulünü biliş. Hemimizden videodaki resimdeki kösanlar her birimizden yürüke jıqlabatıdı. Közümüzden içige qarısa hemimizdeki bir dert elem var. Biroq men etrafımdakilerim deyme hem əlaqələrim bulandı, etrafım Uygurlarla əmisi deyme. Bir tiləmçi, kim meynət, halaymakan bir tiləmçi aldığınlar gelip, 50'den pul sorursa, yelçikonlar paç pul bağısı versə bəməyislər. Çünki o bir tiləmçi ona günə qıldığı iş açıb bağlan. Bizlər zəmənli yaratmalıq emas. Biroq, aldığınlarga Kastumburg kivagan, kim küçükçülük pakiz, şunçilik yaxşı bir maşın edib, Ferrari bulandı, BMW bulandı, Mercedes bulandı. Aşına edib, birisi kilib, $50, $100 pul sorursa, ondan turmuşdan yaxşılığını qarab his qılalayımız, biləlayımız. Aşkını soruşa çoxum bir ciddi bo'lgan bir məsələ var, qalqımız bo'lmaydigan deb. Yenimizdə pul bo'lmasın, Amaklıq bankının bo'lsun əfirimiz. Yardım qılıb tirişimiz bo'lmaydi deyəndə. Şolaşqa mən başına axırım deb kirvatmam, özüm bunu açayına ki apamның işte orada ruh qalırımın ki ruh qalırıma dadamның ki hədisi, bütün bir ailəsindən inisinin oğlu. Sonluq getdi yaşadı 7-8 ay aldığı 2 ildə qıb qaldı. Xalqның aldığı tiləmçidək yığılab berib yardım sorağandan xalqqa özümüzdən mədəniyyətini bildirişimiz gerek. Xalqqa başqalarga bir Uygurning ki Uygur degan bir millatning ki neçə min yillik tarixi var, bir mədəniyyətlik, pakiz, chiroyli millat ekanligini, tamaqimizdan boshqa yangiz ekanligini, har qanday bir chetalik tamaqimizni yegan bir qatam yesa ichkidan yugurib ketib izlaydi. Yemək içmikimizning ki, kim kechkimizning ki, til yezigimizning ki, o'zimizning ma'rifining ki başqa bir o'xshamagan, başqa bir chiroyli bir madaniyatlik bir millat ekanligimizni isbotlab haq tushuntirishimiz kerak. Ham bu orqali o'zimizni tanitamiz. Ham ikkinchidan bu orqali Xitoyning masalan o'zining deganda 56 millat bor, Xitoydan boshqa 55 millat, qassoblik millatning ichida birdan-bir hozirgacha o'tgan erkin sadoqatimiz dedi. Hozirgacha o'zining yezigida oliy maktabdan bittagacha o'qish sistemasi bo'lgan bir millat biz. Uning keyin hukumatdan qo'yib hozirgi mesela maşınçolar qirg'inchilikqa, maşınçolar bostirishga, maşınçolar zo'rlab Uyg'ur qizlarini qanizlarga to'y qilib berishga o'zimizdan hozirgacha madaniyatimiz orqali
milliy kimligimizni saqlab kelishimiz mashunchalarga qarshilik uchrayotdi. Agar boshqa Zangzulardek yoki Mo'ng'ullardek yoki boshqa millatlardek Xitoyning nima yesa shuni tang yeb, nima kiysa shuni tang kiyib, nima so'zlasa shuni tang so'zlab qo'ygan bo'lsa, barabara asmatasi bu bo'ladi uçakcha balkim yoki kim bo'ladi, biroq bunday qirg'inchilikka uchramaydi. Shunga demoqchi o'g'lim boshqalarning oldiga yordam so'rab borganda, tilamchidek kunda qilayotgan yordam so'rash emas, faqat bir mashincholar bir madaniyat bir millat kelishimizni isbotlab, haqqa o'zimizni tunishtirib, uning kayni qo'pab, nima uchun mana bu voqealarni isbotlab bera olamiz. Mana orqali so'rasak, haqniki hurmati bo'ladi bizga. Chunki Xitoyda o'tirayotgan ishlarimi haqning ichi og'riydi. Ishlarni qanaqa so'zlaydi bo'lsa, o'tirib bo'lsa ichi og'riydi. Biz odam bir inson bir madaniyat millat necha ming yillik tariximiz bor. Biz Albatta. hayvon bilan teng emas. Shunglashqa Allah razı olsun. Ben sizge hazır yan söz berme. Nahayet yaxshi söhbet qilib beryapsiz, ammo vaqtimiz 1-2 kilovatdı. Ben sizge hazır yan qayta söz berme. Bo'lsa agar sharoitimiz imkon bersa oldimizga kelibdilarda o'sha yoshlarning bir o'ltirishini qilamiz, ikramda o'ltirish qilib bas munozara talash tortish ilib boramiz. İnşallah uning qatilishingizni umid qilaman. Abdirimjonni xiltib qo'ymaylik bugun. Boshqa yana qaytib qo'yadigan so'zlar bo'lsa, qarindoshlarimiz deydigan so'zlar bo'lsa, abay asosan maqsadni o'tirib qo'yib o'tgan bo'ldilar. Buni desizlar, undan keyin men Xalmurat Hari Uyg'ur qarindishimizga naq maydondan telefon qilib ahvol so'rayman. Xohlasanglar naq maydonda o'tirib bersanglar bo'ladi. Xohlasanglar. Qarindishimizni so'zlab o'tdi hamda kez bolalarimiz cho'ng'ulab, masalan 2017-2018 vatan bo'layotgan qirg'inchilikda dada yo opa sen nima ish qilyapti bu mezgilda sen amaliy bir ish qilib baqdingmi deb cho'ng'ullarimiz cho'qim so'raydi-ku hamda. Mening bu yerda yolg'iz kichik namoyish qilishimga birdan-bir sabab kimki farzandlarim uchun endi bir o'rnak bo'lib qolsin. Chunki kishilar bolalarni milliy ruhda cho'ng qilaman deb shunday bir umidimiz bor. Cho'ng bo'lgan bolalar bu narsani so'zlab tushgan desak, dadasi ash mezgillar nima ish qilgan bo'ldi deb qolib qolsa, shundan bir xotirasi bo'lib qolib qolsin deb ash imzoliq qilayotgan ishlarim bo'lsin, namoyishim bo'lsin, oxiratga hozir 60 necha xil yeziqda Sharq Turkistonga jazolarga taqalsin degan xat yozib bo'ldi-da hamda. Cho'ng tillarda 60 xil tillarda. Bu bir tarixiy isbot sifatida saqlanib qoldi. Anda maqarindishimiz degandek endi bu etnik qirg'inchilik uchirgan, shu Yahudlar misolga olsak, masalan o'tgan Amsterdam maydonida men namoyish qilib olsam, shuna yanada Yahudlar shu Yahudi qirg'inchiliklariniki nimalarni tuzib tikanda ular. Endi yana birdan propaganda lozunkamni ko'tarib olib yana olib oxiratga imzo qo'yib bergan bo'lsa, desam Yahud ko'rib o'sha badni shurkinib ketdi-ku o'sha yerda. Men ma'nosini yo'qodim desam, dunyoda hozir borkan Ruslan bu qilayotgan tashviqotning saqt tashviqotmi debdi, saqt emas, men loyilayapsan dedi. Amerikaniki ma'lumotlar Washington Post gazetida chiqqan etnik qirg'inchilik jazolar masalalarni qo'shlar ko'rsatdimda, mana meniki ma ishonmasam, ma xabarga ishnamsa menga haqiqiy xabar ma bu. Jilvay kuntat kim tarafdan yozilgan xabar emas, bu ma'no desam, Yahud ashyo taraf shirkinib ketgan xabar o'qishqimi men taqdim bo'lmadi debdi. Chunki mening nurg'unlagan o'rqavladim shu Yahudi qirg'inchiligida qirilib ketgan. Sen mani yerimda asli yo'qot, oshnasilarga men holatimga aytgan bir xillikka ichimdan bir xillik qilsam shu holatim meni ro'yxatga bek azoblab ketadi deb qat'iy to'g'ri qo'ymadim-ku u yerda. Ketdim endi bu narsalarni. Endi gapni xulosani chiqsam, meniki bu shu taqdirotgan ikki xil imzolagan petitionniki maqsadimi har qaysi qarindoshlarimiz avat kelsak el-xat orqali mayli bir jadval to'shqasdan yoki ikki jadval to'shqasdan yoki uni to'shqasdan yoki yuzini to'shqasdan boshlanida endi shuni o'zining bir imzosi qilib qoladi. Bolalarga, qo'lim qo'shlarga, atrof xizmatdoshlarga, saboqdoshlarga tushuntirish jarayonida oshlarmi ashuni nimalarning yozilganligini taqlay bir so'zda tushuntirdi-ku. Undan boshqa yozgan narsaniki bir rasmiylikda saqlab qoladi. Keyingi farzandlarimiz mushunchalik ish bo'lsa qilgandim bolam deb bolalarga yordam shaklida keyingi tarix ustida qoldirib qolgan foydasi bor bu narsaning. Gapning xulosasi mushtaqa yordamlashamaydigan dunyoni qayerda qarindoshlar bo'lib qolib qolsa, men bilan aloqa qilsa, el-xat adresiga avat birman, to'shqozoq nima qilib bo'lgandan keyin Amerikaning janubiy yig'inga namoz qilganlarga
Şuna arkalık evet dese ben genelde cıgılanlar bu nesler. Allah razı olsun, rahmet. Eğer xalısanlar Abderimcan, ma bu fakat qarindishimiz yana men bir qitim so'z berma, uning oldida biz naq maydondan Xalmurat qarindishimizga bir telefon etishimiz lozim, vaqtimiz to'shab qoldi shuningga. Xalislar ikramda o'tirib pasli bo'ladi Abderimjon, agar charchagan bo'lsalar pastdan ziyorat qilsa bo'ladi. Bunu oturak bulaydı. Bo'ladi, rahmat. Chunki ma bu charchash degandan beri xizmat qildinglar, ishladinglar, yana sizlarni nim qilib qo'ymay deyman. Men bu inqilob sohasida Xitoyga qarshi bu ko'rishimizda xizmat qilayotgan butun qarindoshlarimizning ahvolini bundan keyin davomli ekran yuzida so'rab mangimiz, bularga destek beramiz, bularga tasalli beramiz. Chunki bizda shu kayfiyat bek kamchilik ham shu inqilob qilayotganlarga tasalli beradigan, desteklaydigan, qo'llaydigan ishlar biroz to'van ekan. Bu bizning irodamizni sundurdi. Bizningki yo'limizni dojdi, inson bo'lgandan keyin davomli destekka qo'llashga uch qilmasak, bu asli insoniy fitratimizga qarshi bir ish, ya'ni qo'llashga erishilmaslik. Chunki Allohmi payg'ambarni ivatgandan keyin davomli maqtagan uni, savo bilan maqtagan, uni davomli qo'llash, destek berib kelgan, uning moddiy, ma'naviy hayotini butunlay bexatarlikka ega qilgan, ya'ni uni hamma narsasini to'liqlab bergan. Ya'ni pul, mol, uy, bola, chaqa, xotin, hamma narsasini Alloh to'liqlab bergan va yana bir tarafdan ro'yi oziq bergan va jannatdan bishorat berib, har zaman uni tashlab etmagan. Bu oldida manganlarni desteklash, qo'llash, ularga ro'yi oziq berish, telefon qilib ahvolini so'rash, bu bizda kim bir suhbatgan. Uning uchun men bugun kechda yana hozir Xalmurat qarindishimizga telefon qilib bu qarindishimizningki bir ahvolini so'rayman. U qarindishimiz The Bluetooth device is ready to pair. Necha vaqtdan beri jafoji kimning qilyotdi? Va alaykum assalom. Xalmurat qarindishim, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Hozir men naq maydondan uryapman sizga. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, ovozim bormi? Men shu. Men naq maydonda uryapman sizga, ahvolingizni so'rab uryapman. Rahmat. Men ovozim naq maydonda taqiyapman hozir. Shundoq naq maydonda taqilyapti. Qarindoshlarning bir Assalomu alaykum barliq qarindoshlarga va bu fursat menga berganligingizga rahmat sizga. Allah razı olsun, rahmet. Mening telefonim biroz sizga ovoz yetib berishi sal tez bo'lyapti. Shunday bo'lsa biz davom qilamiz. Men biroz sizning ahvolingizni so'rash uchun telefon qildim. Ikkinchisi, bu xizmatlar qanday ketyapti? Bu karvon namoyishini, safarini tugatgandan keyin qaysi shaklda bo'ladi demilyapsiz va yoki bu mujadil davom qilyapti? Buni qarindoshlarimiz, xalqimiz yana xabarlansin deb sizga telefon qilishim. Rahmat, oldindan shunday bir fursatni berganligingizga. Yani bir qatim ekran oldidik barliq qarindoshlarga assalomu alaykum. Men qaytib kelgandan keyin, yani erkinlik karvoni tugatgandan keyin Finlandiyada yani doktorat ishlarni qildim. Ondan keyin Finlandiyaning yerlik muxbirlari, masalan Finlandiyaningki yerlik televiziyasiga bir program chiqarganga berishyapmiz hozir. Oldingi shanba kuni Finlandiyaningki davlat radio stansiyasida Uyg'urlarga oid 20 minutlik bir programma ishlab taqtildi. Uningda meni ziyorat qildi. Meni ziyorat qilgan qismi 15 minut atrofida. Oldingi mazmunlar bizning Uyg'urlarningki hozirgi ahvoli, Sharq Turkistonning hozirgi ahvolini qildi. Finlandiyaning ikki muxbiri Uyg'urlikcha bizning vatanga borgan, Sharq Turkistonga berib, Qashqargacha berib ziyoratlar ahvollarni egallab kelgan edi. Shularga yordamlashdim ancha-muncha. Ular qaytib kelgandan keyin ular bilan birlashib o'sha yarim soat programmani ishlatdik. Inshaalloh oldimizda Finlandiyaning davlat televiziyasida Uyg'urlarning hozirgi ahvoliga oid yana bir televiziya programmasi, yani bir yarım saatdan balkim yaxshi bo'lsa 1 soatlik, bo'lmay qolsa yarim soatlik
bir televizyon programması işlep Finlandiya'nın devlet televizyonunda planı kuvvetimiz. Şulardan çalışıyorum ben. Anadolu'nun bir kanca nemeler var. Mesela jet film işleydiğin adamlar var. Ularla birleşip şu işlerini kuvvetime nasıl? Anadolu'nun şu anda ben doklat vermesem bulmaydık. Mesela Uygur etnik olsun, ular üzerinden kalan işler doğruluk doklat ayarlamasam maydık. Onu ayarlamadım ben. Ki ailemle taşlap koygular hep de çeptik gitti. Şuna olan ballarım seyrep diken ballarım bilen bir neçe gün bildet gezdim. Ki hayatta anlaşması olmaydı iken yüzem işlerin ayarımı görüp işledim diyendek. Şu işler kuvvetim hemen daha hazır. Yani erkeklik karvini Avrupa seferi bu yıl ayarlaştı ama erkeklik karvininki davamlaş için yani başka yıllarını kuvvetimiz. Benim adetimde mi erkandak bir iş kısam yazık alette aldın. Onu teyak olayım. Yazık alet onu teyak oğandan keyin onu enke şu hemkarlaşırgan taraflar bilen məsləhətləşib təsdiqlanğandan keyin anladım ki onu icra qilishga başlayman. Şolaşqa şu planlarni yazıvatıman, onu bilan boshqalarla hamkorlashib qilganga. Yana birisi hozir ma'lum bir hamda nimalik Yevropadagi bir hujjat film ishlaydigan bir bilan hamkorlashishni boshladim. Onun bilan qilayotganimiz hazır başlap qilayotganimiz bo'lsa Uyg'urlarningki ishga a'zolarini o'g'il xalqi majburiy olib qilayotgan ishlarni hujjat film shaklida isbotlab chiqmoqchi. Ya'ni qilmay qolsa shundoq bir ishlarning mavjud ekanligini dunyoga bildirish uchun hujjat film ishlaydigan yangi bir projektni boshlayapmiz. Şolashqa agar bu shunaqa maydon taqdilayotgan bo'lsa, anglayotgan barliq qarindoshlarningki oshunga o'xshab qoladigan yoki qilmay qolsa shundoq vaqaliklar yonida bo'lsa yoki maqas shahid bo'lgan bo'lsa, men bilan aloqalashgan bo'lsa, shularni bilan ko'rishib, hatto ziyorat qilishni o'rlashtirish mumkinchiligi bor. Masalan, ba'zi qarindoshlar vatan uchun operatsiyalarga kirgan bo'lsa, operatsiyadan keyin ma'lum ishga a'zolari yo'qolib ketgan ahvollar bo'lishi mumkin. Bu Falun Gongchilar bo'lib ekan, u ayol shu Falun Gongchilarningki ishga a'zolarini Xitoy hukumatininki elib satqanligiga oid hujjat filmni ishlab nechilagan mukofotlar va xalqaro mukofotlar erishgan ekan. Ham shuni hamkorlashib Uyg'urlarnikini ishlab chiqmoqchi. Shuni bilan hamkorlashyapmiz hozir. Shu boshqa qarindoshlarniki bunga destek berishni, yordam qilishini so'rayman. Andan keyin Uyghur etnik namida ve yaşlarınki namida başka işlerini qilmoqchi. O işler inşallah Patikanda yine aldığımızga chiqadi. Allah razı olsun. Nəhayət yaxşı bir məlumat alğan bolduq sizdən. Bu asas doktorlar deməkçimisiz? Məsələn hazır həmdə undaq əsas elənilen qarindaşlarımız belki badi yoki yoxdur, inşallah undan bo'lmas. Amma mavjud bir haqiqat Xitoy bu organ etkisizligini qilayotganligi %100 isbotlangan narsa, ammo isbotini qo'lga tushirishimiz tez bo'ladi. Shu doktorlar aloqalasin demoqchimi asossiz? Ya doktorlar bo'lsin, bulda har qanday bir odam bo'lsa, vatandoshlik operatsiyaga tushib qolgan odam bo'lsa, oldinda men bilan gap qilsa, gumonliq nuqtalar usul to'g'riliq gap qilsa bo'ldi, yoki qilsa aile a'zolari yosh bo'lamdi, qancha masalan ma'lum sabablar bilan tutib ketilib yo'qolib ketgandan keyin jasadini masalan biz Uyg'urlarda dafn qilishdan bilan jasadni yuyamiz, shunday qo'yib yug'ishliq deymiz. Yug'ishliq qilgandan keyin andan keyin uni o'rab kepanlab, ya'ni andan keyin namozini tushiramiz. Ba'zi ahvollarda shu akirib tutib ketgan odamlarni masalan so'roq jarayonida yoki boshqa ma'lum sabablar bilan o'lib ketgandan keyin yo jasadini qaytarib bermaydi ekan, qaytarib bergandan keyinmi bu yusanlab bo'lmaydi. Biz buni kepanlab tayyor qilib qo'ydik, mush bu kunlar deb kelgan odamlar sharda shu videoga olib ko'rinish kelib kimlar kelgan deb toki shuni ko'mib bo'lgan qadar sharda ko'rib turgan ahvol bo'ldi ekan. Ashunga o'xshab qolgan ahvollar bo'lsa, atrofida yuz bergan bo'lsa, shunga shohidlik qiladigan qarindoshlar bo'lsa bu bo'ladi. Masalan, Urumchidagi aeroplan stansiyasida o'tganda bir yaponlik sayohatchi bir rasmga tortib butun dunyoga oshkorlagan bir rasm bor. Onda odam
ishga a'zolarni yapmaydigan yeşil koridor degandek xatlar xitoycha bilan uyg'ur tilida yozilgan. Shu oshkorlangandan keyin buning bu vositalik oldi isbotlanadi. Ham yana birisi, masalan, uni biz butun dunyo tavasida qilolmaymiz, ammo Yevropa ittifoqidagi odam bo'lsa, har qanday bir odam bosh dunyo Yevropaning setiga chiqib, ishga a'zoni almashtirish operatsiyasi qilgan bo'lsa, chunki ishga a'zo almashtirgan odam a'zo yekilmasligi uchun bir umrlik ishlatilgan dorilar bo'ldi-ku. Bu bir ömür işletilgan doğru soğandaki kelgandaki çokum doktorga verip yüzünü ma'lum qilish kerak. Onda olgandan keyin u odamninki qayerda ishga a'zoga erishganligi, anadan keyin u ishga a'zoga erishganligi, ishga a'zoga kelish manbasini aniqlaydigan materiallarni sunishini qonunlashtirishga yoki maqas ashning bir turtki bo'lish mumkin endi. Bu shunga o'xshash bir narsani isbotlab qo'yilsa, buni albatta Yevropadagi statistik qilingan hamma davlatlarning o'rtaq statistik qilinganda qanchalik odamninki Xitoyga berib ishga a'zo soldirganligi, Xitoyninki qanchalik qachonlarda masalan 2016-yili qanchalik ishga a'zoni qabul qilganligi, 2017-yil qonun o'zgardi, 2017-yil qonun o'zgargandan keyin yani u a'zolarning ishga a'zolarniki yani qilingan deydi. Atalmış yani qilingan ishga a'zolarning sonidagi o'zgarish cho'ng bo'lgan, bular yaxshi isbotlar. Shularga asosan endi biz bevosita isbotlarga erishamiz-ku. Bu vositalik isbotlar orqali shunday bir savolni shakllantirsak, u shu jet filmninki eng oxirgi yaxshi natija bo'lib hisoblanadi. Chunki bevosita biz uni nimaga erishamaymiz nurg'on isbotlarga. Shunda o'g'andiki, shunday tumo deb bir savolni shakllantirsak, shu achon muvaffaqiyat. Xudoyim bersa, shu bilamdi hozir tutib qotgan cho'ng ishlarning birisi inshaalloh. Allah razı olsun, rahmet sizge. Yana qarindoshlarımızga deb qo'ydigan so'zingiz bo'lsa, so'zingizni olay, undan keyin telefonni oyoqlashtiring. Buldu rahmet. Aldılar qarindoshlarga en oxiri deydiganim, guvohlikni o'tganda men bir Facebook'umda e'lon qilib dedim. Guvohlik berganni to'xtatmaylik, guvohlik biz uchun emas, vatanlik qarindoshlarimiz uchun ham bek muhim. Bizga bo'layotgan zulmlarni butun dunyoga bildirishga va hukumat bizning keyingi avlodlarga bildirishga yoki tarixga yozib qilishga o'smay bo'lmasa eng bo'lmagan vaqtda bek muhim bo'lib hisoblandi. Shunlashqa siz tutib ketgan urug'tqonlaringizga isbot berishdan sirt, guvohlik berishdan sirt, masalan vatanda ma'rif sohasida ishlagan bo'lsangiz, bizningki ona til ma'rifimizdan qanday kundan kunga amaldan qoldirilganligi, bizningki atalmış avtonom rayonda avtonomiya huquqimizning azaldan bo'lib boqmaganligi va bizning eng aqlli inson huquqlarimizning dafsana qilinishning kun sayin eg'irlaganligini isbotlaydigan turli narsalar bo'ladi. Shularni isbotlaydigan ashunday guvohliklarni bersak, tutilib ketdilar emas. Namoyishlarni qilgan, masalan, men organ ishlagan edim. Yani bütün materiallar Xitoy qilmasa qiyalımsak bo'lmaydi. Yoki mayqasi organda 10 odam bor edi, 2 Uyg'ur bor edi, 8 Xitoy bor edi. Bu shaharda 50% nüfus Uyg'ur, 50% nüfus Xitoy, yoki mayqasi 80% nüfus Uyg'ur, 20% Xitoy turib, nimishki bizning nisbatimiz undan tuyan bo'ladi degan o'xshash narsalarni o'tirib qo'ysin bo'ladi. Shunga o'xshash videolarni, isbotlar, guvohliklarni qarindoshlarning berishini so'rayman. Rahmat sizga bu fursatni berganingizga va boshqa buni ko'rayotgan barliq qarindoshlarga bizning payg'ambarimizning salom bilan assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat, xayrli kech. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Allah razı olsun qarindishim, inshaalloh kelgusi zamonlarda yana davomli aloqa qilishib turamiz, ahvol so'rashib turamiz. Allohga omonat. Aziz qarindoshlar, Xalmurat Hari qarindishimizdan avval so'ragan bo'ldik. Furqat qarindishim, siz ovozimni anglayapsiz? Herhalde qarindishimiz charchab qolmagan bo'lsa. Xo'sh, programmamiz oyoqlash oldida Abderimjon Furqat qarindishimiz ekran oldiga kelguncha ekran qetib qoldi. Sizga so'zni berib turay. Oxirgi so'zlarini olay.
Ya benim ahırkı başka sözüğün nimem yok. Fakat şu imzalık cedvelini toşkuzgan ve yardımlaşan kırındaşlar bolsa meyli bir bet toşkasın ya ki iki varak toşkasın nemeli kıysa meyli mana şu kullanma köysüpe mana şu bir cedvel mana 13'nin ba imza. Mavi Avrupa İttifakı'nın iken yani birisi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ki her kişi Ali Komisyon bardı. Bu şu kanda kırındaşlar desem de alaqlasa ben ayrı messenger xat yazsa ben evet vermem. Bu toşkuzak min kıpası buldu. Kol koydurak min kıpası. Bo'ladi. Karılmış mastışma diye kırındaşlar var. Meyat qarindoshlarimiz bug'da qizi qarindishimiz Abdurimjon man bugunlam yo'llab bering. Janvaga imzo to'shqizib men og'ach boraman debdi. Yana sizningki. Rahmat kırındaşımızga ben yollab vermem. Ya baş kırındaşlar kapkasımı dese yollab vermem. Bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat emse emmağlığa Allah'ına selam olsun. Esselamu aleyküm. Rahmat, sizga ko'p rahmat. Firqat qarindishimizning so'zini anglab o'tgandan keyin biz programmani oyoqlashtiramiz. Bugungi programmada eng oxirgi maqsadlardan birisi Yaponiyadagi turmadagi tutilgan Uyg'ur to'g'risida bir 5 minut uningki xabarini olamiz. Undan keyin bugungi programmamiz oyoqlashgan bo'ldi. Firqat qarindishim söz sizlarda yana oxirgi so'zlarni olaman. Bu yerdagi men Uyg'urcha o'rganadigan degan masalada bir ozroq to'xtalgan bo'lsizlar, juma. Firqat. Sizningki ishkiron qaytib qoldimi yoki? Firqat. Bizning ovozimizni anglatamlar. Firqat qarindishimizning ovozi taqilib qolganda qildi. Herhalde ovozini anglayapman. Assalomu alaykum. Firqat qarindishimiz ovozini o'ngishga chorliqda Abdurahmon Hasan qarindishimiz telefon qilibdi. Bir qancha so'zni anglab baqili, undan keyin Firqat qarindishim sizning ovozlar chiqdi. Men sizga hozir so'z beraman. Chunki internet az yaxshi ishlanib qilmadi-da. Abdurahmonjon, qanday ahvollar, yaxshimi? Rahmat, yaxshi, Allohga shukr. Qanday xizmatlar qanday ketyapti? Yaxshi ketyaptimi? Avval charchash. Biroq herhalde yaxshi. Burunqidan yaxshi. Qanday bu guvohlik xizmatlarida ancha-muncha men Facebookda ba'zi masalalarni ko'ryapman, anglayapman. Ba'zi qiyinchiliklar uchqayotganliklarini ko'ryapman. Bu to'g'risida qarindoshlarimizga bir 2 minut bir ma'lumot bersizlar, naq maydonda. Bo'ldi. Hozir buningdagi eng shu nima masala o'quvchilar anchaman chiqyapti. Qiziqdilar. Bularga shu to'l hujumchilari to'l azab urganchi bo'ldi ekan. Mumkin bo'lsa shu internet shu to'l dunyosida bizningki qarindoshlar ko'ryapti-da. Biz guvohlik chiqqan va chiqmoqchi bo'layotgan va shu davoni qo'llayotgan qarindoshlarningki bizdan shu guvohlik chiqayotgan hemşehrilarni mayli mujohidlar bo'lsin, shular fikri jihatda bir qo'g'dashga bir ko'ngil bo'lsa degan chiqishgan yosh bo'lsa o'zim kuchab qolyapman. Chunki bular ba'zi o'quvchilar yolg'iz chekmay chiqqan bo'lsa, uni bir nariga gap topadi ekan. Mujohid chiqqan bo'lsa, uni bizimga gap topadi ekan. Bizni yeb chiqqan ayol hech bir chiqib gap topadi ekan. Har xil gap topadigan odamlar. Bu bizning vatandagi mumkinni ko'ramiz u yer xalqimiz. Biz bu yerda bir-birimizning aybimizda bo'lgan, balkim bular Uyg'ur bo'lishi mumkin, balkim Uyg'urlarni qo'yib olgan insonlar bo'lishi mumkin. Mushaqda bir torda bular shu hemşehrilarni takror qo'g'disak degan tavsiya qilyapman. Bugun guvohlik chiqayotganlarning sonida herhalde hozir yaxshi. Kunda kunga bir kelib chiqqanak shu mening bilishim kerakkan Turkiyada men bo'lgan ekan, men beryapman javob bermay, nima bo'lsa. Herhalde tushuntiryapman. Biz guvohlik bilan birga mumkin to'xtamaymiz davoni odam bo'lib izlagan olgan qadar bizni vaqtimiz bor tavsiya qilyapmiz. Herhalde yaxshi hozir. Yaxshi. Allah razı olsun. Bir qancha kundan beri shu o'quvchilarga yuzlanganligini ko'ryapman. Buning o'quvchilarningki inkosi qanday bo'ladi? Chiqqan o'quvchilar chunki qaysi kun bir sonimiz chiqdi.
chiqqandagilar oqshomda kech soat 10-11 chiqardim men videosini. İngilizce belgen dastlabda. Sizlar aytganda uningga misol Xitoydan bir yilga ko'rshamga anısına xabar olmagan anısınınki aytganda birisi vichet qo'shib gap qoldiribdi. Sizlar anangizdan 10 kun oldin ko'rishgan anangiz yig'ishtiryapti. Ensirman degan o'xshab ketdi. O sonra saat mağdurda uxlavatdım. Xo'sh. Klubun azam aka mündad ettiğimi deyim dedi. Ondan anamı köymen lan degan xabjım bo'lgan adamlar. Direkt bu savollarda boshqa davlatdagi Yaponiya, Avropa garaldi yosh o'quvchilarning chiqishini e'tiborligini biz oxirida biz chiqamiz aka. Yine sadalar kiryapti xalqimizdan. Herhalde yaxshi. Biz bundaki ham shu bizning mushunday qilib sas ustoz cho'nglar hamda biz birlikda shu o'quvchilarga to'rda faoliyatlaydigan qizlar bu xil gap qilib o'tib ketgandek cho'qim biz bu xalqimizni bu da'vo chiqayotganini himoya qilishga bir kanal bo'lsak degan iltimosim bor u qarindoshlardan. Herhalde hozir yaxshi. Bunga intilayotgan o'quvchilarning qo'zg'alishi yaxshi. Allah razı olsun. Bu Rahmat sizlarga bor. qarindoshlarımızga oxirida deb qo'ydigan so'zlar bo'lsa, ilib telefonini taqayman siz. Rahmat o'sha Abdurimjon Xalmurat Amerikadan bir ingliz chiqdi va xush bo'ldim. Qarindoshlarningki bizning vatanimizda bo'layotgan bu son spirga sizlar biz ishimiz o sonda dunyoga ish bo'lgan isbotimizni topolmayotganmiz biz endi ojizlik qaysi sabablar. Shunga qo'limizdan kelgan xizmatlarimizni qilib maqsad bizlar qo'l tutib inshaalloh. Bu ig'ir qirg'inchilikda cho'qim bir o'zimizning qo'limizdan kelgan bir ishni qilib keyin pushmon qolgandan hozir bir xizmatni qilishga mush ishlar oldi qilinishlarni tavsiya qilaman. Çünkü bizim ko'rayotgan kunimiz insoniyat tarixida ko'rilib boqmagan bir kun ko'ryapmiz. Mesela 6 milyon Yahudlar qilganlikqa nimasi bor. Butun dunyosida bizningki bugun bu necha yog'ishgan vaqtida necha 10 milyon degan son chiqishi mumkin. Bular bizda Xitoy yolg'on nopos e'lon qildi. Shunga bu vaqtda biz tuqqanlarimizga, do'st birodarlarimizga xalqat ilmi olinda bitib ketdi. Shu özümüzün tuqqanlarını bir bağlandık, ondan dost birodarlik ve onun var vereylik. Çünkü yerden ölüp gidivatkan yaş ballarının sani anca-munca alınmatıda her xil sebepler yanında. Lekin bu mesela chet yaqinidagi sırt tuqqanları yok, izleyen adamı yok, adamın ne bulup kettiğini bilmeyimiz herhalde. Umumumuzun ziyarlılarımız, yaş okuvuşlarımız, qarindoshlarimiz o'rnidan dast turib tuqqanlarimizga va do'stlarimizga, qarindoshlarımizga ularning bir izlagan ilgari suhbatlardan bo'ldi. Shu lagerdan chiqqan odamlar hammasi 5-6 qarindoshlari jamoat xarakterlik yo'lmagan ularga. Mayli muxbirkason, mayli video chiqqan bo'lsin, mayli resim ko'targan yer bo'lsin. Ol deganda 15-20 baş xatni mana Yevropa davlatlar, Amerika iqtisod tashkilotlar davlat organlari deganda aslında organ xat yazib, hatta Rossiyaning o'rni qisqasi. Şu adamlar çıkan şahitliğinizde var. Demek şu aynı hizmet kıtlarında. Ben şu video açma falan diyemem. $50 çıkırsa. Üstüyle pul çıkım kılanlar. Az diyen 15-20 başı xete alıp. Mesela ben depres aldığa yerine. Festel onға. Tavsiye kılatman. İkiden aldığı kardeşler var. Tekrar bakkan. Müşbet fikrini takılan olsa. Bu şekilde hem videolog. Hem xat yazılgan davlat erboblarga ichki ishlar tashqi ishlar degandek. Chunki Xitoy biz gap qilmaymiz. Gap qila oladigan hukumatlarga cho'qim biz quliq. Egisi yo'q bunday guvohni yo'llab qo'ymay, o'z ismini yoshirib, telefon nomerini bermay, e-mailni bermagan emas. Bizning yoshirgan yerimiz qolmadi deb qarayman men. Cho'qim biz da'voning egisi men deb pasportimizni ko'paytirishni sebab hisoblanadi bu. İmzamızı o'zimiz aytib, telefon nomerimiz, e-mail adresini xatni ostiga yozib çoğun so'raydi ekan bu hukumat organlari. E-mailda so'raydi ekan. To'liq yozib bu da'voga biraz ixlos qilishini. Qo'limizdan kelgan ishimiz ekan. Bu şekilde bir vatandagi odamlarimizga yo'llashni tavsiya qilaman. Allah razı olsun. Sizlarga bu rahmat. Sizlarga barliq ko'rgan qarindoshlar rahmat. Bo'ladi, Allah razı olsun. Sizlarga ko'p rahmat. To'xtamay shu guvohlik masalasida nihoyatda ciddi
xizmat ko'rsatyapsizlar. Alloh rozi bo'lsin. Qadamlar mustahkam bo'lsin. İnşallah yana görüşürüz. Allah'a emanet olun. Abdurrahman Esen qarindishimizdan Allah razı olsun. Bugünkü cemiyette hizmet kılavatkan qarindoshlarımızdan birisi. Salihcan, avazımni anglayotamsiz? Fırqat. Salihlar o'xshashimiz. Ağzımı Salihcan deb ketdi. Fırqat qarindishimiz, abay avazımni anglayolmay qoldingiz. Sözünü size versem... Sizlerin avazına yaxşı geldi. Benim avazım size kalmay kaptı. Kechirim so'rayman hammalardan, bo'lmay ikra o'tkazgan narsalardan. 10 minut vaqtimiz bor inshaalloh. Mush orliqda aşağıdaki bo'lgan bularni Uyg'urcha o'rgatadi, Uyg'urcha o'rgatilgan maktabga dedingiz. U masalani bir qilib oxirgi so'zlaringizni olsam, undan keyin programmani oyoqlashtirsak deyman. Ma'qul. Bu ilaki bir o'zbek adimiz var ki ismini unutib qoldim. Şu Uyg'urcha ders o'tayotganga 2004-yil boshlabdi ki. 14 yil o'tdi. 14 yil jarayonida shu nurg'on o'quvchilarga har bir yildan saldiri bilan tepadi hozirgacha 200 dan oshiqroq chet elliklarga Uyg'urcha ders o'tibdi. Undan keyin ularning nurg'onlari hukumat organlariga ishtirok etdi. yoki oliy maktabdagi Uyg'urlarni tadqiq qiladigan jarayon ishlaydi. Ham bunun bilan birgalikda Uyg'ur o'rganishdagi qanchalik osonligini, qanchalik qiziqarli ekanligini bu Uyg'ur deganimiz millatniki bir chetadagi kelib Uyg'urcha so'zlasa, uni qanchalik qarshi olganimizni, qanchalik yordam qilganimizni, tamoq etish, boshqa jihatlar orqali, faoliyatlar orqali Uyg'urni shunday o'rgangan bo'lganligini ham Uyg'ur tilini o'rgansa, boshqa nurg'onlik o'tirasidagi davlatlarning tillarini tam so'zlagan bo'lgandan keyin bir chamida 2 hafta emas 5-6 hafta tam so'qilib bo'lgan bir narsa ekanda boshqa Uyg'urlar boshqa chetda o'quvchilar Uyg'urcha o'rganishga bo'lma hozirgi vaqtda maktab Uyg'urlarniki beshak bo'layotgan fojia butun xalqaro nivada vaqtda Uyg'ur tilini o'rganishga pek muhim ekanligini so'zlab o'tdi. O chet elliklar Uyg'urcha o'rgangandan keyin qayerga xizmatga chiqadi ekan? Bunda xizmat chiqqan avval bo'ptimi, yo'qmi? Bo'pti. Ma'lum ham oxirida bu 7-8 chet ellik o'quvchilar, biroq o'quvchilar shu dunyoning har qaysi yerlaridan video qilib, albatta Uyg'urcha gap qilib, undagi nurg'on qarindoshlarimizni ko'rdi. Onun asosiyatida Uyg'urlarga salom aytib, undan keyin hozir qilayotgan ishlar, uning asosiyatida jihlari shu Yevropadan balki ama Rusiyaning endi bir kichik davlat dedi. Bu yerdan balki Amerikaning ichidan balki hukumatdan balki maktablarda shu o'qituvchilik, professorlik qilayotgan Uyg'urlarniki doir shu o'tira bizning ashir rayondagi masalan Turk millatlari bo'lsin yoki Uyg'urlar bo'lsin, ashlarning madaniyati, tarixi tadqiq qilayotgan kasblar bor ekan. Ashyalarda ishlayotgan bildirdi. Undan keyin yaqindan oldim shu Amerikaniki harbiylikda o'zbek tilini bilsa $300 oyda o'shib berdi ekan, biroq Uyg'ur tilini bilsa $250 o'shib berdi ekan. Demak, Amerikaning harbiy davlatning shu muhim ishlariga Uyg'ur tilini shunchalik ahamiyat qilib qarayotdi. Ham ularni bevosita chet eldan Uyg'ur so'zligini ko'rib, bu nazokatniki ashulaki ohanlar bilan, she'rlar bilan, maqol tamsil bilan so'zlab berganini ko'rib, juda qo'shildik hamamiz o'zimiz. Bu degan kedak Uyg'ur tilini batilimizni cheklayotgan, butun ma'rif cheklayotgan bir yerda, Amerikadagi bir yerda cheklayotgan vaqtda Amerikadagi shu bir davlatda Uyg'ur tilining shu cho'ng maktablarda o'tilishi, chet ellikdan o'zimizning tilni so'zlab, o'zimizda bevos qaranishi, muzokara qilishi bizga qo'shal qildi. Allah razı olsun. Rahmet. Başka yana bu faaliyetler doğrusu ketip koyduğun sözler var mı? Benim bir kez gibim bak vaktimiz yarısı bir devasam. 5 minut vaktimiz var. Okey. Faaliyet şunçilik önemli oldu. Şunçilik önemli oldu arkadaşlar. Yeni nesil ünvanımız biz burun namayişten başlayan bu namayişlerle bir iş hal olmaydı. Namayış kılış gerek. Namayış kılıp hükümetke özümüzden küçüğünü bildirimiz. Bırak açlak faaliyette bu iş gerek. Hukumet Türkiye'deki Türkiye'nin siyasını silahman karanlık olarak kılışlar. Bırak menimce namayişlikten kılış bilen birge Türkiye'de okuvatkan okuvuşu vallahi cık olğandı ki her bir mekteplerde aslında biz kılganlık faaliyetten uğurlaştırıyorlar.
Aşdan bevosita o'zinglarga bo'layotgan ta'sirini bildiringlar. Ash orqali o'quvchilarni uyg'otaylik. O'quvchilar shu o'ziniki hukumat a'zolariga, o'zining vakillariga telefon qilib, ashada biz bir ishni kompyuter haqiqatan o'rgandik, uni tajribasiz bo'lib qoldik. Aslida ash kun ash faoliyat tugagandan keyin hammasiga ash parlament a'zolariga, hukumat shahar boshlig'lariga telefon qilib, men mayada shu universitetda turib hozir Uyg'urning hikoyasini anglayapman, Uyg'ur uchun yig'layapman. Sen bu Uyg'ur uchun yosh to'kib baq, sen bu Uyg'ur uchun bir ish qilib baq, Uyg'ur uchun mana qonun chiqarib ber, ma bir millatni qo'g'da deb yig'izadigan bo'lsak, bek chiqib obdan ta'sirga erishadi. Shunga namoyish qilish kerak. Menimcha dunyoning har qaysi yerlarga o'quvchilar, chunki biz o'zimiz ham deylik, yosh bo'lgan taqdirda yeshidan tanib bo'lamiz. Bizni obdaroq tushishini deb o'ylayman. Endi cho'nglarimiz boshqa yerlarga bosim bo'ldi masjidlarga yoki boshqa bir qoliylarga berib so'zlash kerak. So'zlab oxirida ashlarniki hukumat a'zosiga telefon qilish, ashlarni uyg'otish, ashlarga besim qilish kerak. Chunki hukumatni oldiga kirib so'zlayversak, bizning o'zimizning davlat emas shu vaqtda. Biroq o'zining xalqi Türk bo'lsin, mayli Amerikalik bo'lsin, bevosita Uyg'urniki ish uchun sen qo'pab bir ish qil desa, hammaga ta'sir cho'ng'il deb o'ylayman. Hamda ikkinchisiga kelsak, gap chiqadi Uyg'urlar orasida, yomon olsam bir gaplar chiqadi, ko'ngilsiz bir ishlar bo'ladi. Biroq ashkunki faoliyat o'ylovdan tugadi 11 o'may turib, WhatsApp guruhlarga kap o'tdi, dunyo qurultaymi, vatan odam bo'lsa, mayadi kulib, bayram qilib, usul o'ynab, yaxshi etib yuribdi deb. Qarindoshlar qarab turinglar, har birimizning chiroyiga ko'zga qarab turinglar, biz sizlarga kimning kepti buni qarindoshlar xato tushunmasin, biroz ochiq, ya'ni hamda bu jiq emas, sizlarga live video mesela biz o'zimiz shaxsan qildik. Ashunga ilaqay javob berganlar, gap qilganlar nurg'un yaxshi gaplar bo'ldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyiga qarshi gap qilibdi, shunami? Shu WhatsApp gruplarida kapni u gapni ko'rib, ko'nglim bek hayron bo'ldi. Garchi men o'zim bilsam boshda bo'lganligini, biroq bunda tez aksas uchrayotganini his qilmagan. Birinchidan dunyo Uyg'ur qurultiyidan buningda hech qanday ish yo'q. Ular qilgan faoliyat emas. Amerikaniki universitet, shu Indiana universitetiki o'zining boshliq o'rlashtirgan faoliyati, o'qiyotgan o'quvchi Uyg'ur bolalarniki qilgan faoliyati, Uyg'ur akademisyeniki Amerika sho'bisidan do'q, ashlarniki yetakchilik pul jihatda, kuch jihatda qurilishidan bo'ldi. Shunchalik yaxshi bo'ldi. Biroq uni qo'pab Uyg'urlar o'ylasa biz tushunmadik. Har qanday birsi qaraganda mening ishim ko'paydi, chunki opam ashada 8 oyda ishib ketdi hozir. Mening qarindoshim ashada ishkimdan dedi, ishkimdan qolmaydi hozir. Ben bir neçe dedim bu to'g'rida biz Uyg'urcha dars adabiyot kitob o'rganayotdik, böyle qo'sh masjidda bir hikoyani. Ismini qilishcha ashlanda shu bir malga, shunchalik chiroyli bir malga. Yo'ldan ishlab ikki masjidni silib, birsiga aksini, birsiga inisini imom qilib qo'ydi. Ash kundan boshlab aksining ayoli chiqib, inisining uyini olib juni chachadi, inisining ayoli chiqib, axlab yukuydi. Aksi inisining to'qildirib o'zini qorasi o'dab qolsa, o'zdiriydi. To'y to'kkan nazar chiroqlar olib qolsa, ko'chadan o'ng tarafiga, sol tarafiga kirmaydi. Dushman bo'lib ketgan. Shu vaqtda Shansayning qilgan ishi bilan planida ashta olgan, biroq chet elda hozir namoyishimiz chiqib ketib faoliyatimiz chiqib ketib degan namoyish o'tkaz, kimning namoyishiga deb so'raymiz. Kimning namoyishi emas. Kim o'rlashtirgan namoyish? Kimning namoyishi emas, Uyg'urlar namoyishi u. Hammamizdan chiqyapmiz, Uyg'urlar namoyishiga chiqyapmiz, Uyg'urimiz uchun qarindoshimiz uchun so'zlayapmiz. Kimning namoyishi emas. Xato gap bu. Kimning namoyishiga, kimning to'yiga desak bo'ladi, to'yning egasi bo'ladi. Biroq namoyishning egasi Uyg'urlar. Hammamiz tam chiqishimiz kerak. Bundan keyin bu siyosiy faoliyat ilaqay so'zlab chiqishlarla, namoyishlarla bo'lmaydi. Haqqa abay deganimdek bir tilamchi, bir bechora odatdan bir madaniyatli bir millat orqali o'zimizni bildiraylik. O'zimning shaxsan xabarlarim New York Times'ga chiqdi, to'rlarga chiqdi. Bizning o'tgan a'zolarimiz xat yozdi, state barqanlarga. Qo'shildim, ishxonachilarim so'rdi, biroq bu qo'shilda xabarda emas. Uyg'urlarga hozir butun dunyo bilyapti, biroq yaxshi jihatini bilmadi bizni. Odamimiz o'dvatqashqa bilyapti. Unda bilishning keragi yo'q edi. Bizniki olimlarimiz orqali, bizning san'atimiz orqali, madaniyatimiz orqali, kimligimiz orqali bilgan bo'lsa, mayli qo'shiladi. Biroq odam o'dvatdi. Har bir xabar chiqyapti, nurg'on odam o'dvatdi xabar uchun. Shunlashqa bizga yoshsaqmi hozir bir jang qilayotgan bo'lyapmiz, chunki Uyg'ur degan bir millatni yo'q qilib o'tmoqchi. Shunlashqa qarindoshlarimdan oxirida o'tadiganim
Mescidni qo'shib olmaydi, namoyishni qo'sh qilib olmaydi, birlashaydi, bir yoy kelaydi. Agar oldiga chiqib bir ish qilolmasak, kaynida jim turaydi, qo'llaydi, tushunaydi. Birasidan bir ishni chiqib oldiroq baho bermaydi. Baho bersak bevosita telefon qilaydi, WhatsApp bilan Facebook bilan hozir har qanday bir odamga qarashgan bo'ladi. Sababini so'raydi, oldiroq yakun chiqarib etmaydi. Tushunishtirishaydi. Hech kim bu yerda xotirjam emas Uyg'ur hozir. Shundoq. Bu gapim boshqa ba'zi bir kishilarga o'xshagan tegamdi bilmadim, biroq bundoq qilgan vaqtimiz qolmadi qarindoshlar. Vatandagi Uyg'urlar o'lyapti, qizlarimiz dafsani bo'lyapti. Shundoq. Hech kimga dushman emas. Uyg'ur degan ismni birga keladigan, o'ylasha oladigan bir millat. 100 ming kishilik namoyishni chorshanba kuni deganda 30 mingdan yakshanba kuni 160 mingga chiqardik. Ashta qiladigan bir millat biz. Imzoni. Maqsad birlashadigan. Gapim chiqib ketdi aka. Endi biroq demoqchi bo'lganim shu. Allah razı olsun. Aslında texmi ko'p so'z bilan davomlashtirsak yaxshi bo'ldi, ammo programmamiz biroz uzidi. Uning uchun bu qitim mushunchalik bo'lib tursa, inshaalloh kelgusi zamonda yana qarindoshlar bilan birlikda chiqib o'zimizningki xalqimizga deydigan so'zlarimizni ochiq-oshkor o'tirib qo'ysak bo'ladi. Abdurimjon, sizga ko'p rahmat. Rahmat sizlarga, sizlar qarindoshlarga uchrashtirganlik ko'p rahmat. Fırqat Cevdet qarindishim, inimiz Allah sizdan razı olsun. Japa tatib şu üniversitetlerde Uyg'urning ovozini oltaman deb nim qildinglar. Unda odamlar az sonliq odamlar var, ham ba'zilar Xitoy hamda Bejingda turiblar, Urumchi turiblar yozadi. Chunki Xitoy bizning ochig'imizni keltirmoqchi. Bir-birimizni urush qilib qo'ymoqchi. Shuning uchun sizni ko'p sabr qiling. To'g'ri tushuning va bu yo'lda davomli bizga qarshi tikanlarning bir qarshi insonlarning bo'lganligiga ishonishimiz lozim. Shuning uchun uningga bir sabrchan bo'lishingizni umid qilaman. Sizga ko'p rahmat inshaalloh. Boshqa rahmat aka, sizga mo Abdurim aka ishtirok o'ngishlik bo'lsin. Har birimizdan ishtirok o'ngishlik bo'lsin. Har birimiz har xil jihatlarda qilyapmiz, kuch chiqaryapmiz, qo'llayapmiz. Abaka degan gapim ochiq emas. Biroq bilaman aka, az sonliq nurg'uni ismi jismi yo'q Facebookda. Biroq ana shunday bo'lsa-mu, hammamiz birga o'zishaylik, birga jam bo'laylik, bir-birimizni qo'llaylik, suyaylik, quchoqlaylik, tasalli beraylik, o'g'daylik. Shu bizning butunlay birlashib Xitoyga ham son jangimiz bo'ldi. Bizni bo'lib o'tmada shunchalar pul xarjlab, shunchalar kuch chiqarib vaqtda birlashaylik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Programmamiz bir kelma qaytib olsam aka. Bo'ladi. Ishdan burun shaxsan men o'zim mashina his qildim. Oldiga chiqib so'zlamak, Uyg'urdan ishni anglatmak yomon taskin edi. Chunki atrofimizdan hammamizning otamiz ashada so'loqlar, ular qanchalik besim bo'ldi bilmaymiz. Shunlashqa abakipimning oxirida mavjud emas. Har qanday Uyg'ur oldiga chiqib Allah razı olsun. Ularni texmimiz birga kelib ashlarni qo'yib rahmat aka gap. Ya rahmat sizga mo inshaalloh yana bir qitimliq programmamizda taxim ko'p so'zlaringizni anglashga intizormiz inshaalloh. Bo'pti aka. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugungi programmamiz mushada oyoqlashdi. Yana bir qitimliq programmada ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga omonat. Assalomu alaykum. Allohga omonat. Allohga omonat.